Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrlik Qur'ondan nazari programmaki fidoyilar ekrandagi hurmatli ko'ruvchilar, dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur uchun anglab tushunadigan qarindoshlar, hammalarningki shu vaqti va buningki vaqti xayrli bo'lsin. Men Abdulaziz Bekto'g'roq Istanbuldan sizlarga salom qilyapman. Qarshimizda Londondan Kerem Zahir efendi. Assalomu alaykum, qanday ahvollari, yaxshimi? Ekranning Aleykümselam. Rahmetullah. Qanday ahvallar? Hizmetullah'ma? yaxshi. Bu sahnani hozirlayotgan fidoyilar ekrandan Ahmetjon Qashqarli fidoyi qarindishimiz. Hammanglar xush keldinglar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Baland turdinglarmi? Allah'a şükür. Qanday özler Bugun xizmet yana turiblar? yaxshi, alhamdulillah. Bugun yana biroz kech qoldik. Shu sababdan qadrlik ko'rganlardan kechirim so'raymiz. Bugun endi biz 59-songa kelibmiz. Elhamdülillah, Xudoga shukri. Bundan keyin nurg'un programmalar qilamiz birlikda. Ammo bugungi tema salmoq yomon bir ig'ir bir tema. Biz shu musulmonlarning qismi shu shariatdan tushunib kelaylik. Bu shariat yasam, shariat deb jon beraylik. Shariat deb xiyol qilinglar. Barliq narsamizni shunga to'g'rilaydigan shu. Endi ustoz, bu shu shariat zodi Qur'oni Karimda bizga ko'rsatilgan shariat qaysi? Ondan keyin bizning kallamizda xiyol qilib olgan shariat bilan qanday farqi bor? Shu to'g'riliq bizga bir so'zlab bersizlar. Bu yaqinning yanqisi dunyo miqyosi demaydi. Turkiyada shariatga qarata har xil ko'z qarashlar, har xil bas munozaralar bo'lib kelyotidi. Albatta biz Turkiyada yashashga, Turkiya qiziqadigan qarindoshlar dunyoning har qaysi yerda bo'lg'achqa bu haqda texim yaxshi bir ochiq, yorqin, Qur'oniy bir fikr qandaydir deb o'ylaymiz hamda. Xudo bo'lsa, qilib rahmat o'zlaridan bir tinglab boqinglar. Buyursinlar. Assalamu alaykum. Dünyanın əxas yerləri hörmətli qarindaşlar. Həmmanların şu vaxt xeyirli olsun. Biz burun şu 59-cu sanağa gəlişlik arlıqda İslamdakı etiqad, ibadet, ahkam ve prensiplerini tatip dövlətlik düşməni doğrultuş qatarı nurgulluğun sahada programmalarının özünü geldik hem de programı sözlep şunun özünü küçümüzün yetişçe bir Kur'an'a asaslanıp durup düşünce berip geldik. Hem bugün şeriat hakkı toxtalımız. Bunun aldıda yana İslam degen bir söz mü var aslında. Nurgun yerlerde İslam ten şeriat dep düşündüğün bir tanımı var. Yani İslam'ı şeriatga tan qildigan yana bundaq bir uqumba ya tushuncha var yoki. Shuning uchun men burundan tortib bu shariat bilan İslamning o'rtasida zo'r bir farqning borligini, ikkisiniga tubdan o'xshamaydigan yerlarning borligini, ammo prinsip jihati qandaq shu sohada o vaqtda keng to'xtalmagan. Bugun masalan shariat haqida maxsus bir program bo'ldi. Shuning uchun shariatniki qandaq bir narsa ekanligini islomni oz bir tushuntirish bilan birga andagi shariatning o'zini tushuntirishga kirishimi. İslam deganning o'zi hamda shu bizniki diniy e'tiqodimiz, ya'ni dinimiz, islom dini degan shu dindan iborat. Yani Alloh taolo Qur'oni Karimda Estaizu billah el-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dina degan shu oyatning o'zidimi islomni bizga din qilib berganligi haqida, uningga o'zi uni bizga din qilib berganligi Alloh taolo o'zi rozi bo'lganligi haqidagi bir bayonotning o'zini bizga berdi. Demakki Qur'oni Karimdagi o'zi bir islom ekanligi, u yerdagi islomning o'zi bir din, ya'ni uniki nemasi ideologiyalik tarafi din.
deb atıldıganligini Allah Taala bayon qiladi. Bu islom dini hamda qandaq bir din degan vaqtida buni qisqacha nim qilgan vaqtida Allohga ishnishni asos qilgan va butun dunyodagi yana shu yani Allah'ın Allah'a işinişini asas qilgan bir o'zi ideologiya, bundaq aytgan vaqtda, qisqa bir tushuncha bergan vaqtda, o bir ideologiya, ammo Allohga ishonishni asos qilgan bir ideologiya. Bu islomdagi bir alohida bir tarafı nima degan vaqtda, bu butun dunyoga va har zaman va har makonga mos keladigan prinsiplarni o'ttirib qo'ygan bir kitob, bir din. Yani İslam, mana shu vaqtda Qur'onniki, islomning qandaq bir narsa yoki Qur'onning qandaq bir aloyitligi bor degan bir mavzu to'xtalgan vaqtida biz deb o'tdik. Qur'oni Karim, yani islomdan iborat bu Qur'oni Karim bir ilm fan kitobi emas, bir tarix kitobi emas, yoki bo'lmaydi, shunga o'xshash o'zi bir ilm yoki bo'lmay siyosat kitobi emas. Deganga o'xshash shundaq o'zi nurg'unlagan sohaning o'zini misol qilib ko'rsatib, u sohada yoki qonun kitobi emas misol. Qonun desak, unda hech qanday bir qonun yo'q. Ilm fan desak, unda birga ishkini qo'shsak 3 bo'ldi degan bir narsa yo'q. Unda bo'lgandan keyin bu nima kitob degan vaqtda bu islom dini prinsipni asos qilgan bir kitob. Agar u qonunni yoki ilmni asos qilgan bo'lsa, o vaqt nima bo'ldi degan vaqtda u ilm u payg'ambar alayhissalomga tushgan bo'lg'achqa bu kitob payg'ambar alayhissalomning zamonasidagi insonlarga shu zamondagi seviyaga loyiq bir tushgan bo'ladi. U ilm hozirgi vaqtda oxirgi qolib qolgan bo'ladi. Siyosat desakmi, bu siyosatni o'rgatadigan kitob desakmi, u siyosat yo'q buning ichida. Siyosatga prinsip belgilaydigan bir kitob. Nima uchun degan vaqtda prinsip her zaman ve her makonga to'g'ri keladigan bir prinsipni o'tirib qo'ygan bir kitob. Va lekin uning ichida siyosat yo'q. Ya'ni siyosatni ash prinsip ostida belgilaysa deb bizga o'zi shunday belgilamaning o'zini o'tirib qo'ygan bir kitob. Uning uchun bu islomning o'zi her zamonga, her makonga to'g'ri keladigan, ya'ni u payg'ambar alayhissalom zamoni 1400 yil burungi bir zamonga siyosat jihatda, ilm jihatda, her jihatdan shu zamonga to'g'ri kelgan bo'lsa, hozirgi zamonda cho'lsa, hozirgi zamonga to'g'ri keladigan. Ya'ni shu prinsip asosida shu ilmni taraqqiy qilsa bo'laveradigan, shu prinsip asosida siyosat belgilasi to'g'ri bo'ladigan, shu prinsip ostida qonun belgilasi to'g'ri bo'ladigan, shundaq bir o'zi prinsipni asos qilgan bir kitob. Ya'ni buni mandaqcha aytgan vaqtida bizni hozir tushunishga biroz o'ng'ay bo'lsin uchun davatman, ya'ni ba'zi odamlar xato tushunib qolmasin. Sosyalizm, yoki bo'lmaydi kommunizm, yoki bo'lmaydi liberalizm deymiz. Shundaq izmlarning o'ziga o'xshash, bunday aytganimiz bir ideologiya bir kitob. Ideologiyalik bir kitob. Bu nima degan vaqtda bir davlat sotsialistik bir o'zi tuzumni, ya'ni o'zi ideologiyani qabul qilgan bo'lsa, u davlat qonunni shu ideologiyaga asoslantirib tuzaydi. U ideologiya onun o'zi qo'ygan prinsipga asoslanib turib, u qonun tuzaydigan gap. Masalan, siyosiy qonun deymiz, jamiyatdagi o'zi jinoiy ishlar qonun deymiz, har xil qonunlarning o'zini, misol, shu prinsipga asoslanib turib tuzaydigan gap, misol. Xuddi shunga o'xshash bu Qur'oni Karim bir din bo'lish bilan u prinsip belgilagan bir kitob. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda prinsip jihatda, masalan, Adem Aleyhisselam'ın tatip Peygamber Aleyhisselam'ın arlıktaki bütün peygamberlerge kelgen kitap o'xshash, onun belgilengen prinsipler hem o'xshash. Her qanday zamanda bir siyaset yapmamoqchi bo'lsa, bir davlat qurilib, şu 10 ming yil burun bir davlat qurilgan bo'lsa, shu vaqtda bir siyaset yapmamoqchi bo'lgan bo'lsa, shu Alloh taolo tushirgan shu vaqtda kitobdagi siyosatga qo'ygan prinsipga asoslanib turib siyosat yapmasa, u to'g'ri yapmagan bo'ladi. Hem hazır degan vaqtda hazır har qanday bir taraqqiy qilgan davlatdimi, shu Qur'oni Karim o'zi o'tirib qo'ygan prinsipni asos qilib turib siyosat belgilasa, hem to'g'ri bir siyosat belgilay oladi misol. Ammo bu yerda bundan 10 ming yil, 5 ming yil eng oddiy payg'ambar alayhissalom zamonasidagi bir siyosatni
belgilenip bo'lgan bir siyosatni akilib, hozirgi zamondagi bir davlatniki siyosatiga uni qo'shsak, yoki shu davlatni shu zamondagi siyosatga asosan turib boshqarish to'g'ri kelsa, u siyosat hozirgi siyosatga to'g'ri kelmaydi. Hozirgi davlatni u siyosatini boshqa qilolmaydi degan. Nima uchun degan vaqtda u zamondagi epmengilgan siyosat hozirgi siyosatga nisbatan natijasi yoki to'van bo'lishi mumkin, yoki natijasi doirasi kichik bo'lishi mumkin. Masalan, Payg'ambar alayhisolamniki siyosat qilgan doirasi Makka va Madina va shuning atrofidagi bir qancha o'nlagan, yigirmagan yoki qabila o'rtasida olib berilgan siyosat bo'lgan. Bu siyosatning o'zini hozirgi vaqtda xalqaralashtirib butun dunyo bo'yicha epmag'dan bir siyosatga aylantirish bu o'zi mumkin bo'lmaydigan ish. Ammo Payg'ambar alayhissalom asoslangan shu siyosatga asoslangan prinsip hozircha degan vaqtda hozirgi siyosatga ham to'g'ri keldi degan gap. Hozirgi siyosatning shu prinsip asosan, misol Payg'ambar alayhissalom zamonida siyosatni nimaga asosan epmangan degan vaqtda lakum dinukum valiyadin degan siyosat nimaga prinsip asosan epmangan siyosatni. Ya'ni o Payg'ambar alayhissalomniki bayrog'i ostiga kirgan musulmonlar olsun, müşrikler olsun, Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun, hemmisi şu siyasetin aslında, şu bayrakның aslında, hemmisi bir bayrak astığı yığılgan, hemmisiga siyasi cihatte okşaş muamele kılış. Yani sen Yahudi kensin, sen Hristiyan kensin, sen müşrik kensin, sen Müslüman kensin dep ayrım her birisi ayrım muamele kılmasın, adalet aslında hemmisiga okşaş muamele kılışdan ibaret. Bundaq bir siyaset yürgüzgenlik için bu yer nim boldu diye vaqtda bu o'zi barobarlikni, ya'ni har odamniki diniy e'tiqodi o'ziga, boshqa odamniki diniga bir odam o'zi hujum qilish bo'lmaydi. Men musulmon deb yana bir o'zi dindik insonlarni haqorat qilish bo'lmaydi yoki musulmon turug'lig'in yana bir musulmonniki e'tiqodiga o'xshamaganligi uchun o'zi uni haqorat qilish bo'lmaydi degandek o'zi bir prinsiplar Qur'oni Karimda belgilangan. Mush prinsipga asosan Payg'ambar alayhisalom siyosat etib mangan, misol shu vaqtning o'zida. Ama aç siyasetinin özü hazır mı? Her kandak bir terakkigan bir devletinin özü aç siyasetini etmansı kandak olur diye vaqtida. Yani doğru etmangan boludu diyen gap. Doğru o insanlarniki hukuk, beraberlik sahasida doğru bir siyaset qilgan bo'ldi degan gap. Shuning uchun nima degan vaqtida bu yerda islomdagi prinsip bir zaman, bir makonga yoki bir millatga xos holatda tushirilgan bir prinsiplar emas. Bütün öz zamanlarga to'g'ri keladigan va bütün öz dunyoning har qaysi joylaridagi insonlar agar ash prinsipga uyg'un bir o'zi ish yapmang desa, hamma o'zi millat, hamma to'plamlarga to'g'ri keladigan holatdagi, ya'ni adolatni o'tirib chiqara oladigan holatdagi bir prinsipning o'zini Alloh taolo o'sha yerda o'zi o'tirib qo'ygan. Demakki bu yerda nima degan vaqtda islom zaman va makonga xos emas, bir millatga bunda xos emas bir o'zi bir din bo'lganligi uchun bu o'zi nihoyat keng bir doirani egallaydigan, ya'ni butun dunyoga va butun o'z zamonlarga to'g'ri keladigan bir din deb o'zi tushuntirib keldik. Hozir shuni o'zi deyapmiz. Ya'ni shunday bir narsa din, ya'ni islom dini. Bu haqda Sura Şura'niki 10. ayetida şer'a lekum mined-din ma vassa bihi Nuhan vellezî evhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim ve Musa ve İsa ve en aqimud-dîne ve la teteferraqu fihi kebura alel müşrikin ma ted'uhum ileyhi Allahu yectebi ileyhi men yeşâ ve yehdi ileyhi men yunib degan şu ayetning o'zidimi shuni bayon qildi. Ya'ni Musa, İsa ve İbrahimlarga, onun arasındaki bütün peygamberlerge tavsiye kılgan dininin özünü Peygamber aleyhisselam'a mı tavsiye kılganlığı ve şu arkalık o dininin özünü ikamet, yani ondan turguzuşun ibaret bu vazifenin begelliği ve bu din barısında hiç kandak özü ittifaqsızlığını kılmaslıqniki lazımlığı bunu o'zi ta'kidlangan. Endi bu yerda nima degan vaqtda Qur'oni Karim biz o'qib ko'rdigan bo'lsak, hech qanday bir payg'ambarniki shu o'z davrida epmangan o'zi qonunlarining o'zini Qur'oni Karimga yozgan hech qanday bir yeri yo'q. Qur'oni Karimda Musa alayhissalom
şu Bani İsraillar qandaq prinsiplarning o'zini o'ttirib qo'yib, qandaq bir qonun, masalan, tuzab, shundaq o'zi ularning o'zini yo'natgan, ya'ni o'zi idora qilgan. Sulaymon alayhissalom o'z zamonasida davlatni qandaq qonun ostida idora qilgan, misol. O qonunlar qandaqdi? Qur'oni Karimda hech qandaq bir qonun sohasida bir narsa yozilmagan. Bu yerda shu vaqtida u payg'ambar alayhissalom ularga bergan narsani payg'ambar alayhissalomga berish orqali payg'ambar alayhissalomga vasiyat qilib, tavsiya qilgan narsa nima bo'ldi degan vaqtida ashlar tushungan prinsipni ham Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga ham o'zi tushunganligini, shu orqali payg'ambar alayhissalomga tavsiya qilish orqali men mush prinsip ostida ish yapmangsa deganligining o'zini Alloh taolo bayon qilib berdi. Yana o'zi o Sura Maida'dagi 48-oyatida ve enzelna ileykel kitabı bil haqqi musaddiqan lima beyne yedeyhi minel kitabı ve muheyminen aleyh fahkum beynehum bima enzelallahu la tettabi ehvaehum emma caeke minel haqqi li kullina cealna minkum şirate ve minhaca ve lev şa'allahu le cealekum ummeten vahidete velakin liyabluvakum fima atakum festebiqul khairat ilallahi merciukum cemiyen feyunebbiukum bima kuntum fihi tehtelifun diyen muş ayetinin özüdümü Allah Teala özü devatedeki kitap düşürüş arqılıq Peygamber Aleyhisselam'a bir şeriat, yani bir kanun icra qilishning o'zini nim qilganligini, ko'rsatganligini, insonlarniki havoyi havaslarga ergashmay turib, Qur'oni Karimdagi shu prinsiplar asosida turib o'zi bir shariatdan iborat bir qonunning o'zini ijro qilishning lozimligini o'zini Alloh taolo bu yerda bayon qilib berdi. Misol rivoyatlarda bu narsa Peygamber Aleyhisselam bir Yahudi bilan bir Müslüman arasında yer macerası sebebinden hüküm çıkarganlık hakkındaki bir bayanlar var. Ondan keyin o'zi kişilerden misal devletniki ihtiyacı karta zakat çıkan müşndaq o'zi bir tarixda aşındaq bilen var. Peygamber Aleyhisselam şularning hammasini nimaga asoslanib aytmagan degan vaqtda, masalan, zakat chiqqan vaqtimi zakatni devletniki ihtiyacı karta yig'ish. Bu o'zi zakat yig'ishdiki hozirgi vaqtda baj elishdiki o'zi prinsip bu. Ya'ni davlat o'ziniki iqtisodiy ehtiyoji qarta insonlarning, ya'ni davlatning fuqarolaridan baj yig'ish lozimligi davlat o'zalqi ehtiyojga emas insonlarni ezish maqsad bilan o'zida baj yig'ishniki lozim emasligining o'zini bayon qilib Alloh taolo Qur'oni Karim nurg'u deydi. Demakki nima degan vaqtda bu yerda shariat xos bir narsa ekanligini, islom umumiy bir narsa ekanligining o'zini bayon qildi. Endi bu yerda shariatning o'zini shu vaqtda qanday etmangildi degan vaqtda shariatda birinchi, ya'ni o'zi bu yerda deb qo'ydigan narsa e'tiqod, ibodat shariatga kirmaydi hech qanday bir yerda. Ya'ni shariat deganning o'zi hozirgi bizning tilimiz bo'yicha aytgan vaqtda qonun degan gap. Ya'ni shariat degan gapning o'zini Google'ga yozib arabchaning o'zini shunday tarjima qilsang qonun degan bir tarjima chiqadi. Qonun. Ya'ni bu e'tiqod va ibodat hech bir zaman qonuniy o'zi nima kirmaydi. Chunki bu e'tiqod, ya'ni bir narsaga e'tiqod qilish, qilmaslik, jazolanmaslik bilan hech qanday aloqasi yo'q. Ya'ni bir odamning islom diniga kirish yoki kirmasligi u odamniki jazolanish yoki jazolanmaslikqa hech qanday aloqasi yo'q. Bir odamniki namoz o'qimasligi jazolanish va jazolanmasligi bilan hech qanday aloqasi yo'q. Misol, hajga bormasligi u odamniki o'niki o'zi jazolanish yoki jazolanmasligi bilan hech qanday aloqasi yo'q. Bu nimaning o'zimi Ramazon mashtaq, Ramazonning o'zini tutsa jazolanmaydigan, tutmas jazolanadigan bundaq bir ish yo'q. Hamda uning o'zida faqatla tutmagan odam her kunlik tutmagan ro'za uchun bir miskinga bir vaqt tomoqni bersa bo'ladi degan o'zi iborada bermasa u odamning o'zini so'rab chiqib o'zi urib jazolanadi degan hech qanday bir o'z Qur'oni Karim bundaq bir nima yo'q. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda shariat
qismi Qur'oni Karimdagi shariat degan o'zi qismiga faqat qonuniy bir narsa o'zi kirdirildi degan gap. Qonunga munosabatlik. Ya'ni jazo qonun deymiz, siyosiy qonun deymiz, huquq qonun deymiz. Misol, ashunga o'xshash qonunga munosabatlik narsalar insonlarning huquqi bilan, insonlarning o'zi iqtisodi bilan ayndaq munosabatlik narsalar qonunga kirdirildi. Ammo ibodat sohasidagi yoki e'tiqod sohasidagi narsalar bunga kirdirilmaydi degan. Bu ayrim bir dinlik ayrim bir qismi hamdi bu. Shuning uchun bu xalqi "Femen şa'a felyu'min ve men şa'a felyekfur" degan oyatning o'zimi xalqa adam ishonsin, xalqa adam ishonmasin deganning o'zi "Inna a'tadna liz-zalimin naran ahata bihim suradiquha" deb oxirida oyatni bayon qilishi bu ishongan odamlarga biz jazoni nima? Ishongan odamlarga bu dunyoda mukofotni bermaymiz. İşenmegen adamlarga bu dunyoda jazoni bermaymiz. Faqat jazo bergan vaqt, mukofot bergan vaqt faqat qiyomat kuni bo'ladi. Deb Alloh taolo qiyomatda uniki jazosini yoki mukofotini berdiganligini bayon qildiq. Endi shariat u vaqtida qandaq o'zi tuzildi qonun, ya'ni islomniki qonuni qandaq tuzildi degan vaqtida qaysi shaklda yoki qaysi qandaq bir usul bilan tuzildi degan vaqtida Qur'oni Karimdagi prinsiplarni asos qilgan holatda, misol siyosiy qonun degan vaqtida Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan siyosatdagi nimaga asosan, prinsipga asosan siyosiy qonun tuzildi. Jinoyatchilarga har bir jinoyatchi, masalan, o'g'ri desak, o'g'riga jazo berish va Qur'oni Karimda bima kasaba degan o'zi oyat bor, shu o'g'rining oqsida olgan meliniki qimmatining barobarida jazolash. Prinsip bu. Ya'ni bu nimani bildirdi desa, misol Angliyada bir odam 10,000 dollar o'g'ilgan bo'lsa bir yerdan, uningga berilgan jazo bilan Pokistonda bir odam 10,000 dollar o'g'ilgan bo'lsa, uningga berilgan jazo o'xshash olmaydi misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtida bu qonunni tuzash mana shundaq o'zi shartlar ostida o'xshamagan holatda tuzildi degan gap. Shuning uchun bu shariat nimaniki islomniki har yerdagi insonlarniki amaliy ahvoliga, shu yerdagi jamiyatga, shu o'z insonlarniki madaniyatiga, urf-odatiga asoslanib turib, shu yerdagi insonlarniki umum ahvolini nazar tutgan holatda Qur'oni Karimning shu prinsipiga asoslanib turib o'zi tuzildigan narsa bu shariat oldu. Bu shariat oldu. Misol Türkiye'nin o'zi Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarga asoslanib turib, asos qonunning o'zini tuzib chiqsa, u vaqtda shariatning o'zini barpo qilgan bo'ladi. Uni adolat bilan, ya'ni butun insonlarga o'xshash holatda o'zi ijro qilgan bo'lsa, u qonunni adil ijro qilgan bo'ldi degan gap. Ya'ni shariatsiz yashash deganning o'zi bu asli mumkin emas. Nima ish qilgan vaqtda, hozirgi vaqtda butun davlatlarda qonun bor. Qonun deganning o'zi shariat degan gap. Ham bu o qonunniki bir qismlari misol Qur'oni Karimdagi prinsiplarga tushmaydi. U xato qonun deb deymiz u vaqtda. Misol mana bu Yevropaning o'zida o'xshash jinsliklarning o'zi to'y qilishga ruxsat qilish. O'xshash qonunlari bor. Buning o'zi bu Qur'oni Karimdagi prinsipga tushmaydigan bir qonun. Masalan, buningdikini Alloh taolo nima deydi desa, ular o'ziniki shu hayotini yoki shu jinsiy munosabatning o'zini zayo qilgan insonlar deb bayon qildi Qur'on. Ya'ni har narsani o'z joyiga ishlatish bu o'zi to'g'ri ishlatgan bo'ladi, o'z joyiga ishlatmaganlik zayo qilgan bo'ldi, isrof qilgan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi narsani Alloh taolo isrof bilan o'zi bayon qilgan uchun bu yerdagi bularniki bu qonunni masalan qancha shundaq nurg'un qonun sohasida o'zi to'g'ri bir narsalar bo'lgan bo'lsa-mu, ammo nurg'unlari ham xato. Shundaq o'zi insonlarniki havo havas degan oyatga o'xshash, ularniki havo havasiga ergashma, wala tattabi ahwaahum degan oyatniki nemasiga asosan insonlarniki xohishiga ergashib turib, u insonlarniki yomon ishlarga yo'l ochadigan qonunlarni tuzash Qur'oni Karimda o'zi yo'l qo'yilmaydi. Yani. Endi buning asoslangan vaqtida har davlat, misol, hozirgi vaqtda islom davlati deb atalgan 50 necha davlat bormi? Yo'q, Arab davlati, musulmonlarning davlati.
İslam devleti Müslümanlar köparak olturaklaşkan devletler deyimiz hem onu 50 neçe devlet varken hem de. Şu 50 neçe devletinin hemmesi de bir kanun tüzeş gelse, mesela Kur'an-ı Kerim'nin şu prensipleri asasını turup, özüneki cemiyetdeki muvafık halette kanun tüzse, o kanunun öz mesal nimede Saudiya Arabistan'da bir kanun tüzgen bolsa, özünün cemiyetdeki ahval qarta Kur'an-ı Kerim'deki şu prensipini asas qılıp turup tüzgen bolsa, jaza kanunları mesela okşumaydı da o vaqtda. Siyaset okşumaydı cemiyet özünün cemiyeti ve etrafındaki ahval qarta tüzeydigan gep. O kanunnaki bir kısım yerlerini okşamas, Türkiye'de tüzelgen kanunga bir kısım yerlerini okşamaslığı, o özü, o bizning kanun okşamaydigan bir kanun tüzüvaptı, anın öz kafir dep deyişki hiç qanday hajat qalmaydı degan gep. O yerlik näse nima dese, her biri özünün emeli ahvalı qarta Kur'an-ı Kerim'deki şu prensipini asas qılıp turup, tüzgen kanun kuchga ega boldu, şunun qarta icra qılgan gep. Bu nimeni bildirdi? Her bir devletdeki ahval, iqtisadi ahval, ma'rif ahvallari misal, cemiyet ahvallari misal, aşına o'xshash her xil sohadagi ahvollar yan bir devletdeki ahvolga o'zi %100 o'xshamaydi. Ya'ni nurg'un sohada o'xshamaydigan bo'lishi mumkin. Shu vaqtda o'xshamaydigan ahvol qarta prinsip jihatda o'xshash, ammo u yerdagi ijroat, qonunni ijro qilish sohasida o'xshamaydigan holatda tuzganlik o'zining amaliy ahvoli qarta qonun tuzganlik bo'ldi. U tuzgan qonun u agar Qur'oni Karimdagi shu prinsipga asoslanib turib tuzgan bo'lsa, uning o'zi nima bo'ldi desa, shariat bo'lgan bo'ldi. Uni to'g'ri ijro qilgan bo'lsa, adolatning o'zini barpo qilgan bo'ldi. Ya'ni Alloh taolo qonunni ijro qilgan vaqtda adolat bilan, adil nima ijro qildi Qur'oni Karimda. Ya'ni Alloh taoloning shu yerda adolati o'tirib chiqqan bo'ldi degan gap. Baytın degenge o'xshash misol, bir odam Turkiyada 10 ming dollar o'g'ilgan bo'lsa, ya'ni Pokiston yana biz 10 ming dollar o'g'ilgan bo'lsa, har ikkisi o'g'ilgan pul o'xshash. Ammo Turkiyada balkim ish haqqi sal jiqaroq, Pokiston sal ozroq oyda masalan olgan. Bir odam Turkiyada 1000 dollar olsa, Pokistonda masalan 500 dollar oldigan ish bo'lsa, u vaqtda 10 ming dollar o'g'ilgan o'g'riga kesildigan muddat agar o'zi yil hisobida muddat nimalar kesim kesilgan ish bo'lsa, 10 yil kesilgan ish bo'lsa, Turkiyada 5 yil kesilgan gap. Nima uchun degan vaqtda Turkiyada aniq nisbatan pul tepish nimasi bir hassa yuqori degan gap. Shunga asosan o'zi ijro qilish usuli aniq o'xshamaydi. Ammo bu yerda prinsip nima degan vaqtda adolat va jazoning o'zini bekitish. Bu yerga narsa. Bil qist degan o'z oyat bor Qur'oni Karimda. Bil qist deganning o'zi mizon, endi mizon bilan qist degan ibora bor. Bu mizon deganning o'zi u alqi nimaniki o'g'ilgan narsaniki qimmatiga to'g'ri keladigan holatda bir o'zi nimaning o'zini jazoni bekitishning o'zini belgilaydi. Misol, men shayodagi vaqtida bir odam bir 5000 ko'yma bir narsa o'g'ilab, shuni bilan turmuqqa kirdi. Uningga bir shu vaqtda 3 yilmi ayndaq nima jazo kesdi. Men turmuqdan chiqqandan keyin nimaga Urumchiga borsam, u yerda shu 5000 ko'y o'g'ilgan birisining o'ziga bir yillikmi shundaq jazo kesganlik shundaq bir narsani anladim-da. Anlab buni hayron qilib, bu nima bu adolatsizlik deb men shundaq his qilgandim-da. Keyin sot ishlagan bir o'zi tuqqunimiz bor-edi. Shuningdan so'rab ko'rsam, u Urumchida bir odamniki 5000 ko'y tepish bilan Shayoda bir odamniki 5000 ko'y tepishlik o'rtasidagi farqni o'zini menga so'zlash orqali andaki o jazoning o'zini ashunga asosan bekitganligining o'zini menga dedi-da. Degandeki bu qonun deganning o'zini ijro qilish usuli tamoman o'zi bunday farq bo'lgan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda hamma davlatning o'zi, butun o'zi 50 necha musulmon davlatida faqat bir xil sohada her masalan jinoiy ishlar qonuni bo'lsin, siyosiy qonun bo'lsin, misal o'zi iqtisodiy qonun bo'lsin, boj qonunlar bo'lsin, hammasi o'xshash, ashunday %100 hammasi o'xshash bir qonunni ishlatib deganning o'zi bu o'zi Qur'oni Karimdagi adolat degan o'zi bobga to'g'ri kelmaydi degan gap. Ya'ni har yerda o'zining amaliy ahvoli qarta, jamiyat xalqning ahvoli qarta qonunni chiqarib, shu Qur'oni Karimdagi prinsipga asosan qonun chiqargandan keyin u qonunning o'zini shu
jamiyatdagi nima qarta to'g'ri o'zi ijro qilsa, u vaqtda Alloh taoloniki o'tirib qo'ygan shariatining o'zini to'g'ri ijro qildi degan gap bo'ldi. Endi nurg'un odamlar misol bizniki oxirgi nima kelgan vaqtida shariat deb hozirgi fiqh kitobining o'zini hidoya sharh qoidamiz ashunga o'xshash hozirgi yangi zamonning fiqhlari va u fiqhda muhaljihning o'zini ko'rib vaqtim ashundaq o'zi zamoni o'tib ketgan ashundaq narsalarning o'zini bu shariat deb tunuydi va buning o'zini hozirgi zamonda ham ijro qilish nihoyat muhim deb qaraydi. Ham buni ijro qilayotgan davlatlar bormi degan vaqtda bor. Masalan, Afg'oniston ashuni ijro qilyapti. Shu qonunni, ash sistemini ijro qilayotgan bir davlatniki holi qandaq misol. Hozirgi zamondagi davlat boshqarish qoidalarga, davlat boshqarish o'zi davlatniki hozirgi zamoniga to'g'ri keladigan bir qonunmi emasmi? Buning o'zini hech qanday o'zi tadqiq qilmoqlik. Shuning uchun bu yerki narsa nima degan vaqtda uniki ikki xatolik va yerda birisi u qonun arab mamlakatlaridagi masalani hal qilish uchun tuzilgan bir qonun. Bir, ikkinchi birisi u bir feodal qulluq davridagi bir qonun misol. Shuning uchun u sharqqa hidoyaning o'zida davomli qul to'g'riliq o'zi so'zlar chiqadi. Qulni anda qilsak bo'ldi, manda qilsak nurg'unligina qulniki voqealigi chiqadi. Demak bir qulluq davridagi bir tuzumning o'zini bir qonunni akilib, hozirgi butunlay qulluq davridan xoli bo'lgan, hozirgidagi o'zi taraqqi qilgan bu zamonning o'ziga akilib, uning o'zini qonun qilib ishlatishning o'zi tamoman xato degan gap. Shuning uchun bu yerda u qonunlardan ham shu fiqh degan shu shariat deymiz, ama shu narsalardan bir qism yerlardan foydalanishga bo'ladi. Hozirgi zamondagi qonunlarni tuzish orqali tuzish uchun foydalanishga bo'ladi to'g'ri kelgan yerlarning o'zini. Ammo to'g'ri kelmaydigan, hatto buningda Qur'oni Karim to'g'ri kelmaydigan, Qur'oni Karim tamoman zid keladigan ashundaq o'z hukmlar mavjud. Buniki nurg'un yerlari shu Qur'oni Karimga o'z uyg'un kelmaydigan holatda tuzilgan bir qonun. U qonunni birinchidan o'zi arab yerim orliq qarta tuzilgan, ikkinchidan buningdan 1000 yil burungi vaqtga qarta tuzilgan bir qonun. Unda bo'lgandan keyin u qonunning o'zini hozirgi zamonda hozirgi o'zi bu zamondagi davlatlar ishiltish bu butlay xato degan gap. Ikkinchi bir masala. Qur'oni Karimdagi prinsip hech bir zaman o'zgarmaydi. Hech bir zaman o'zgarmaydi. Zodi o'z Odam alayhisalom tortib shu payg'ambar alayhisalom tushgan vaqtqichilik o'zgarmagan bir kitob. Buningdek kim hech bir zaman o'zgarmaydi. Ham qonunchi degan vaqtda qonun davomliq jamiyatning amaliy ahvoliga qarata o'zgarib turadi. Ammo prinsipdan chiqatmaydi. Misol, bayqi baj qonunning o'zini misolga olsak, baj yig'ish kelgan vaqtda ehtiyojga qarata yig'ish bu bir prinsip. Hamda davlatning ehtiyoji ba'zi vaqtda masalan Angliyada bir davlatning ehtiyoji bir yilda 500 milliard dollar bo'lgan bo'lsa, ba'zan vaqtning o'zida urush bo'lish ehtimoli va shundaq o'zi qurollarni setib olish kerak va kaza shundaq bir zaman to'g'ri kelgan vaqtda 600 milliard yoki 700 milliard dollarga ehtiyoji bo'lishi mumkin. Bu vaqtcha degan vaqtda davlat darhol o'zi %10% bersa deganning o'zini o'zgartib ayda bu yildan boshlab %12% yoki 13% boj to'laysizlar deb xalqqa uning o'zini qonundagi o'zi belgilamalarining o'zini o'zgartirgan gap. Ammo bu o'zgartganlik u Qur'oni Karimdagi prinsipni o'zgartganlik bo'lib chiqmaydi. Nima uchun degan vaqtda u yer ehtiyoj qartash yig'ish degan bir prinsip bor. Davlatning ehtiyoji masalan Turkiya ham shundaq. Turkiya ham o'z davlatiniki Turkiyaniki o'zi ehtiyoji qarta hokimiyat ashuni qarta yig'idi. Hokimiyatniki ehtiyoj jiqaroq narsaga tushgan vaqtda xalqdan jiqaroqni yig'adigan gap. Bu o'zi prinsipdan chiqatmagan bo'ldi. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda shariat degan bir qonunning o'zi davomli o'zgarib turdi, ahvol qarta, siyosiy qonunni o'zgarib turdi, ahvoldagi nima ichidagi va sirtidagi ahvolning o'zgarishiga asosan siyosatni ashuni qarta o'zgarib turdi. U qonunning o'zini nima turgan gap. Shuning uchun har davlatda davomli ehtiyoj qarta qonun chiqarilib turdi. Davomli qonun chiqarilib turdi. Ba'zi qonunlar amaldan qoldirilib turdi.
Ama prensip hiçbir zaman amelden kalmaydı. Davamlılık işlep durdu. O nima degan vaqtda o prinsip Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan prinsip. Shuning uchun o'zi Qur'oni Karimda hech bir zaman qonun yo'q. Ba'zi bir hukm bor, 5-6 tal hukm bor. Faqatla o'g'irni nima qilqi as-sariq va sariqat paqta va aydiyahuma degan o'zi bir hukm bor. Az-zaniyat va zani degan o'zi hukm bor. Andaki qilqi vallati deganniki vallati yatina minkumul o yer ikki tal hukm bor. Ashuna qo'shib 5-6 tal o'tib ketsa 10 tal hukm chiqadi. Undan o'zi nimaniki miras haqida bir nima bor, tafsiloti bor. Boshqa hech qanday Qur'oni Karimda undaq o'zi tafsili bir hukm nima yo'q. Undaq hukm yo'q, ham qonun yo'q. Faqat Alloh taolo qonunga qo'ydigan, ya'ni qonunni shu bo'yicha etmasang to'g'ri qilgan bo'lsa deb o'tirib qo'ygan prinsip bor yani. Bu prinsip nəhayət ilğar prinsip, hər qandaq bir dövlət bu prinsipə əməl qılsa, o dövlətin içindəki hər qandaq bir məsələni, yəni özü siyasətdə şu siyasi prinsip, siyasət qoyğan prinsipini icra qılsa, o dövlətin içindəki siyasi sahədəki işlərin özünü həll qıla alaydigan dərəcədə, misal, iqtisad sahədəkini şu Qur'oni Karimdəki prinsipə əməl qılğan vaxtda onun özünü to'g'ri hal qila oladiganligi o nəhayət ochiq hamda. Qur'oni Karimda nəhayət bu ilg'or hamda. Bundan keyinmi, bundan burun shundaq o'z nəhayət ilg'orligini tutib kelgan, hozirmi shundaq va bundan keyinmi o ilg'orligini o'zi saqlab qola oladi. Ammo qonun degan vaqtda biz hidoyat shar'ining o'zini shariat deb tunib olgan vaqtda, uningda boshqa shariat yo'q deb olgan vaqtimizning o'zida nima bo'lamiz degan vaqtda bundan 1000 yil burunqi zamonda yashagan bo'lamiz. Bundan 1000 yil burunqi qulluq davrida yashagan bo'lamiz. Qulluq davridagi qonunni ijro qilish to'g'ri keladigan gap. Onun uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda qulluq davri tugadi. Ya'ni Qur'oni Karimda nurg'u yerda qul sohasida oyatlar bor. Bu nima degan vaqtda Qur'oni Karim shu qulluq davriga tushgan bir kitob bo'lganligi uchun shu qullar haqida bir qism o'z bayonlarni bergan. Ammo u yerda hech qanday bir prinsip yo'q. U yerga narsa nima degan vaqtda Alloh taolo insonlarning orasida faqat barobarlikning o'zini prinsip qilib bekitgan. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda lakum dinukum valiyadin degan o'zi oyat va boshqa nurg'unli oyatlar bor. Shunga asosan insonlar orasida jamiyatda bir ijtimoiy bir qonunning o'zini tuzash qilib qolsa, butun insonlarning orasida barobar oq bo'lsin, qora bo'lsin, musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, hech qanday uning diniy e'tiqodi yoki bo'lmaydi. Uniki o'zi ranginiki har xil bo'lishi uning hech qanday sabab bo'lolmaydi. Aşağıda o'zi qildigan narsa nima desa, hamma odam barobar yashaydigan bir o'zi qonunni ijod qilsalar, uni o'zi hamma odam o'xshash ijro qilsalar, Qur'oni Karimning ichidagi prinsipga amal qilgan bo'ladi va Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan adolatning o'zincha barpo qilgan bo'ladi. Ya'ni bu nuqtada aytgan vaqtida endi biz o'zimiz kelgan vaqtda o'zimizda shunday narsa bo'lganmi degan vaqtda bizniki ajdodlarimiz islom dinini qabul qilgan vaqtida arabning qonunini akib ishlatgan. Mush hidoyat sharvaqay degan shu narsalarni akib ishlatgan. U narsalar arab yerim orlig'i, arablarga qarta tuzilgan bir qonun bo'lganligi uchun bizning vatanniki ahvoliga to'g'ri kelmaydigan bir narsa bo'lganligi uchun u yerda nurg'unlagan o'zi qalaymaqonchiliklarning o'zini paydo qilgan. Ammo shu qalaymaqonchiliklarniki oldini olish yoki bo'lmaydi har xil qanday niyatda bo'lishini qat'iy nazar bizniki ajdodlarimiz bir qism o'zini kelqi milliy mafkur deymiz, milliy tafakkur va milliy ideologiyaning o'zini barpo qilish uchun tirishgan yerlar bor. Misol, e'tiqod sohasida Imom Maturidi bu o'zbekistonlik bir odam şu İmam Maturidi'nin o'zi o'tirib chiqib, bu o'zi e'tiqod sohasida nurg'unlagan, hamda uniki bir qism e'tiqod sohasiga to'g'ri kelmaydigan ba'zi yerlar bo'lgan taqdirdami, jiq o'zi to'g'ri yerlar bor. Bu odamniki yozgan narsasida shunday bir e'tiqodning o'zini o'tirib chiqargan turkiy millatlar asosan hammasi shu İmam Maturidi'niki e'tiqodi sohasiga, e'tiqodining atrofiga, e'tiqod sohasida ashunga yig'ilgan.
ya'ni milliy bir o'zi mafkura yoki milliy ideologiya paydo qilish maqsadida shundoq o'zi ishlar bo'lgan. Va lekin uning to'pib turadigan ummatchilikdan iborat bir narsa bo'lg'ashqa, yana baribir berib, hammamiz musulmon, hammamiz bir ummat degan kirib olib, uningdan o'ziniki milliy ideologiyasini, milliy mafkurasining o'zini ijod qilolmagan keyingi vaqtlarda. Ammo faqat u qog'ozni ustida qolib qolgan, biz o'zi imom Maturidi degan Maturidi mazhabi deydi. Ammo Maturidi mazhabi deyotgan bir odamning o'zini undaq so'zlab qo'ygan e'tiqodingizni desa, u odamning e'tiqodi Maturidining e'tiqodiga, yozib qo'ygan e'tiqod kitoblarga nurg'un yerlar tushmaydi misol. Hamda ahkam sohasi degan vaqtda ahkam sohasidami o Turkiy millatlar İmam Azam'niki, Ebu Hanife'niki o'zi nimasining o'zini tutgan shu vaqtning o'zida biz İmam Azam'niki mazhabida deganning o'zini. Nima uchun degan vaqtda İmam Azam o'zi Afg'on nasllik, Afg'onistondan nima asirlangan bir odamniki bolasi bo'lish bilan bo'lgan bir olimkan. U odamning o'zi shu Afg'onistondagi voqealiklarni mandaq nazar so'zlagan andaq fiqh sohasida nima shundaq yerlari bor ekan. Uning uchun u odam niki, yani biz İmam Azam'ın mazhabida degan o'zi ahkam sohasida bundaq bir mazhabni tutgan. Va lekin hozirgi vaqtda yana o'zi bu nimalniki, yani hozirgi Turkiy millatniki qilayotgan ishlariniki nurg'un yerlari bu odamniki yozgan narsasiga to'g'ri kelmaydi, misol. Bu bir masala. Ikkinchi bir masala nima degan vaqtda davamlıq bu qonun jihatda, yani shariat deymiz, qonun jihatda musulmonlar qetib qolgan. Yani bir zamanda yozilgan qonunga eslib to'xtab qolgan, uni davamlıq jamiyat qarta o'zgartib taraqqiy qildirish ishlari tamoman to'xtab qolgan. Yani şu o'z vaqtida Abbosiylar, Umaviylar zamonlarida yozib qo'ygan shu fiqh, shu narsaning o'zini işçilikten eşeğçilik söylep, 100 yıllar, 1000 yıllarçılık aşı nesile hüküm kılımız deyip aşındaki jügen işler boğan. Cemiyetteki iktisat özgergen, zaman özgergen, medeniyet terakkan, ilim terakkan aşındaki bir zamandı mı? Yani aşının özünü biz özü şeriat kılımız, aşını özümüz kanun kılımız deyip jügen aşındaki insanlar boğan hazır hem yani şundaki insanlar var. Yani mevcut. Asla Kur'an-ı Kerim'deki şu prensipler asasını tutup her bir devlet özündeki kanunun özünü tuzub çıkış gerek. Hazırki en ilgar haletteki bir kanun tuzub çıkış gerek. Ve davamlıq zamanға maslaşkan halette o kanunun özünü özgerttiği yerini davamlıq özgertip duruş gerek. Ve ya ki zamanға qarta özü yeniden kanunlarını çıkarıp duruş gerek. Degen nesini oturup koyamagan Müslümanlar. Muş sebepten ne oldu diye vaqtda Müslümanlıkı sistem cihetde nahayet akıt qilish, nahayet qalaq, iftidai davrdagi qullarning gaplari chiqadigan, cho'rlarniki gaplari chiqadigan, misol, ashundaq gap, shu qonunning o'zini hozirgichilik o'zi bizning qonunimiz deb ishlatib kelishi, bu o'zi musulmonlarning kallasini nahayet oddiylashib ketganligi, ishiltanmaganligi kallaning o'zini, zamoniga loyiq odam bo'lolmaganliginiki bir isboti. Bunu nima uchun mushunaq bo'ladi degan vaqtda, buni tamoman mushu qonunning o'zini qanday qilgan vaqtda hozirgi zamonga loyiq tuzilgan bo'ldi deganning o'zini insonlar bildirgan, o'zini diniy olim deb hisoblayotgan insonlar mushu yo'lda mangolmaganligi uchun bo'lgan ishlar bu. O'zi hozirgi zamonda mesela qanday qilgan vaqtda biz zamonga loyiq holatda qonunning o'zini Qur'oni Karimdagi prinsiplarga asosini turib, qonunimizni eng ilg'or holatda tuzib chiqa olamiz. Deganning o'zini tafakkur qilolmagan, uni bilolmagan, uni his qilolmaganligi uchun bu diniy olimlar uning uchun o'zi bu kunda qolib qolgan musulmonlar. Bir o'zi inson, bir jamiyatdagi insonlarni kontrol qiladigan, uning o'zini oldiga bostiradigan narsa nima degan vaqtda sistema. Sistema to'g'ri bo'lgan vaqtda u insonlar to'g'ri o'z oldiga besib olgan. O sistema qalaq bo'lgandan keyin o herkesmi aldığı besmanlamaydı. Mesela hazırki vaqtda ilimni hesap qilsak, ilimning o'zidimi har qanday ilimni o'qish bo'ldi Qur'oni Karimning o'zida. Faqatla insoniyatning zihnini ishlatmaslik prinsip bu. Yani. Endi hozircha degan vaqtda hala hozirgachilik
Biz Qur'on yodilsak savob bo'ladi ekan, Qur'on yodilsak ilm o'qigan bo'ldi ekanmiz, fiqh o'qisak ilm o'qigan bo'ldi ekanmiz, rivoyatni o'qisak ilm o'qigan bo'ldi ekanmiz deb hozirgi zamondagi ilmlardan mahrum qiliqliq. Hozirgi zamondagi ilmlarni hem şu molla o'zi bilmagandan o ilmning o'zini ilm hisobga olmoqlik hem o'zi avlodlarga uni ilm ma'u, man o'qimasang bo'lmaydi deyanmoqlik. Mana bu bizniki diniy sohadagi olim biz deyotgan odamlarniki nihoyatda aqlniki o'zi oddiyligi hozirgi o'zi bu Qur'oni Karimning prinsiplarining o'zini tushunmasliginiki birdan-bir o'zi nemisi shu. İspatı şu. Yani nurgun adamını görünmem. O şu Türklerninki, Türk aliminin içidimi? Kur'an-ı Kerim'nin içideki Kur'an-ı Kerim bir kanun ya siyaset hiç kandak bir ne fakatla bir teşkilat kurpakka adamı bilirdi. Teşkilat kurgandaki onun bir nizamnaması oldu misal. Xudu şu nizamnamı koşmuş bir kitap. Kur'an-ı Kerim. Yani devletniki bir prinsipini belgileydiğen mesela şu sosyalizm dedik bayatın biri biz sosyalist devlet yaşayan bu başka devatımın da hem de hazır mesela demokratik bir devlet yaşayatımız demokratiya deyimiz moşundak bir özü moşundak bir ideologiya bu ideologiya nait ilgar prinsiplerini oturup koygan ideologiya adetteki bu halkı o sosyalizm komünizm ya ki demokratiya oturup koygan prinsipler emas onun da neçe hesse özü yukarı prinsiplerini oturup koygan bir kitap. Hem de eğer Müslümanlar muş prensiplarla düşergen vaxtida, muş prensiplar asasida kanun tüzüyalgan vaxtida insanlar aşınavalı başkuralgan vaxtida ve aşınavalı yetekliyalgan vaxtida bu Müslüman devletindeki ehvali, yani cemiyet ehvali nahayet yaxşı boludu. Mağrib ehvalimi nahayet yaxşı boldu misal. İlimdimi nemi kan degan vaxtda ilimdimi bir yerda to'nab qiliqliq. Yani şu Peygamber Aleyhisselam zamanında Kur'an'ı yadlaş şu ilim hesaplandaki hazır mı şu Kur'an'ı yadlasak ilim boludu. İlim okugan bolumuz. Kur'an yadılgan bir adamın özünü ekilip ayağa kılsa bu ehli ilim deydi bizde. O kandak ehli ilim boldu adam misal. Demek bu yerdeki narsa nima degan vaqtda ilim bir zaman xos narsa. Her zamandaki alimler şu zamandaki meselelerini ya şu zamanda da insanlara gerek bo'lgan narsalarni ijod qilish orqali dunyodan o'tadi. Şu zamandaki insanlarning ishini o'ng'aylashtirib beradi faqatla. O zaman o'tkatgandan keyin ikkinchi bir zaman uni 50 yil ya 100 yil keyingi bir zaman to'g'ri kelgan vaqtida u odamning u yashagan narsa o zaman ishlamaydi. Mesela hozirgi zamonda Angliyada yog'charuning o'zi bilan men taksi qilim desa hech kim chiqmaydi uningga. O yağçarı kim o bir yer baralaydı hazır vaxtida. Ama öz zamanında o yağçarını yasağa adam bir texnik idi. Texnik yani ustu bir texnik hesaplanatdı. Ama o adamniki o ilmi ölen şu adam hazır ekipteki Mercedes şirketi ekip koysak o adamın öz hiç qanday bir iş bilmeydi. İlim açtaq nerse. İlim bir zamanga xas nerse bir zamandaki ehvalini o'ng'aylashtirish cemiyetteki meselelerini bazı bir meselelerini hal kılış için işletildiğin narsa. Ama onu mutlaklaştırıp her kandak zamanda moşunun özü işleydi o. Dep onu mutlaklaştırıp öyle o pitlay hata. Misal Peygamber Aleyhisselam zamanında Kur'an'ı okuyan adamın özünü ehli ilim dep hesap olgan bolsa, birge işkin koşalgan adamın özünü ehli ilim dep hesap olgan bolsa, hazırki vaqtda o birge işkin koşkan adamını hiç kadar bilim bilir dep hiç kim ne qilmaydi, his qilmaydi. Uniki o bilimini e'tirof qilmaydi. U vaqtda bir viloyatning o'zini boshqargan odamlar hozirgi vaqtda bir shodiga bo'lamaydi odatda. Nima qildi? U zamondagi ilm, u zamondagi ahvol qarta ilm hisoblanadi. Hozirgi zamoncha bo'lsa, hozirgi zamonda u ilmlar ilm hisoblanmaydi. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda shariat degan vaqtning o'zida biz o'zi davomli hidoyat sharvaqayni tushuna olmasdan Kur'an-ı Kerim'deki her sahada oturup koygan prensipi asaslanıp durup şu devletniki mesela her bir devlet özünün umum ehvalıga qarta Kur'an-ı Kerim'deki şu prensipler asas kılıp durup tüzep çıkan kanun bu şeriat o hesaplandı. Bu şeriatın özünü toğra yani bu kanunun toğra icra kıllık adaletini vücut çıkarganlık oldu.
Shuning uchun har bir davlatning bunday qonunlari qarasak, Qur'oni Karimning ichidagi shu prinsipga to'g'ri kelmadimi? Bu qonunda xatolik bor desak, hech qanday xatolashmaymiz. Agar bu qonun mandaq bo'lgan bo'lsa bo'ladimi, prinsipga asosan desak, xatolashmaymiz. U ham nayet ilg'or bir narsani o'tirib qo'ya oladi Qur'oni Karim. Ya'ni shuning uchun bu yerdagi diniy sohadagi odamlar buniki Qur'oni Karimniki ichidagi Qur'onni qonun o deganni o'zi deb undaq hisoblamasdan qonunlarga prinsipning o'zini belgilaydigan bir kitob ekanligini bilish lozim va prinsipni tushunish lozim. Tushungan vaqtda o'ziga andan o'zi o'zining jamiyatiga yoki bir davlat qurgan bo'lsa, davlatga qonunning o'zini qanday tuzib chiqadi, uni o'zini ashuna bilan belgilay oladi va qonunni to'g'ri, hozirgi zamonga loyiq bir qonun yoki o'zining jamiyatini to'g'ri hal qila oladigan bir qonunni o'zini tuzib chiqa oladigan gap. Mesela Amerika ve Angliyaga o'xshash davlatlar qarasak, ish qilib har yilsi bir qancha qonunning o'zini tuzib chiqadi. Yangidan. Va bir qancha qonunning o'zini amaldan qoldiradi. Nima uchun degan vaqtda davri o'tgan qonunlarning o'zini yoki zamon to'g'ri kelmagan qonunlarni o'zgartirdi yoki amaldan qoldirdi va uning o'rniga yangidan shu zamonga to'g'ri keladigan holatdagi zamonning ishini hal qila oladigan holatdagi qonunni tuzib chiqadi. Yani bunday narsa bo'lishi kerakki, Qur'oni Karimdagi ichidagi her zaman ve her makonga to'g'ri keladigan bu o'zi prinsipga asoslanib turib, o'ziniki shu territoriyasi, o'ziniki zamonidagi masalalarni hal qila oladigan bir qonunni tuzib chiqa oladigan bir holat musulmonlarda shakllanishi kerak. Bu tuzib chiqqan narsa shu vaqtda shu musulmonning ichida nima bo'ldi desa, shariat deb hisoblanadi. Uni to'g'ri ijro qilganlik shariatni to'g'ri ijro qilganlik deb hisoblanadi degan gap. Endi Uyg'urlar kelgan vaqtda biz endi o'zimizniki masalasiga tatbiqlaylik buni. O'zimizniki yani o'zimizga tatbiq qilgan vaqtda Uyg'urlar bu dinning o'zini dinniki ashundaq prinsiplardan foydalanib, o'ziniki milliy mafkurasini, milliy ideologiyasini va milliy ruhini ashuna bilan o'z barpo qilish lozim. Ya'ni Peygamber Aleyhisselam Araplarniki milliy ruhini, milliy mafkurasini Qur'oni Karimdagi shu prinsiplarga asosan o'tirg'i chiqargan va shuning o'zini barpo qilgan bir kishi. Ashundan o'zi o'rgangan, Iranning o'zini misolga olsak, Iran cho degan vaqtda Iranmi nurg'un yerida o'ziniki yana o'zini musulmon degan bo'lsa-mu, yana boshqa musulmonlarga o'xshamagan holatdagi o'ziniki territoriyasi, o'zining madaniyatiga muvofiqlashgan holatdagi bir milliy mafkurning o'zini, milliy ideologiyaning o'zini barpo qiliqliq. Ham Uyg'urlarcha Uyg'urlarga kelgan vaqtda bu mollal davomli Arabning ideologiyasida bo'lish, Arabniki mafkurasida bo'lish, har narsani arabcha tafakkur qilish, bunday bir narsani o'ttirib qo'yuqliq. Bu narsani biz xalqib o'tib ketishimiz lozim. Biz o vaqtda Qur'oni Karimdagi shu har sohadagi prinsiplarni asos qilib turib, o'zimizniki milliy ideologiya va milliy prinsiplarimizni, milliy manfaatimizning o'zini va milliy mafkurimizning o'zini o'tirg'i chiqarishimiz lozim. U o'zi Uyg'urga xizmat qiladigan, Uyg'urni qutqizadigan, Uyg'urning madaniyatini, urf-odatini qutqizadigan bir o'zi narsa bo'lib chiqish lozim. Hargizmi o'zi u Arabning madaniyatini cheklaydigan, Uyg'urning madaniyatini cheklaydigan, Uyg'urning urf-odatini cheklaydigan bir narsa bo'lmasa lozim. Shu vaqtda bu narsa nima bo'ldisa, to'g'ri o'zi biz to'g'ri ishlatgan bo'lamiz shu vaqtda. O her millet o'ziniki milliy urf-odati, milliy mafkurasini Qur'oni Karimdagi shu prinsipga asoslanib turib, uni ijod qilish va shu asosda o'zining milliy kimligini, milliy o'zi mavjudligini saqlash, bu Alloh taoloning bir oyatini saqlaganlik deb hisoblanadi. Bu hech bir zaman Alloh taoloning diniga qarshi bir narsa bo'lib qolmasdan, aksincha Alloh taoloning diniga to'g'ri amal qilganlik deb hisoblanadi. Biz davomli o'zi Arablar yezib qo'ygan ideologiyani akilib, Uyg'urlarga o'qib berib, mana mushundaq ideyada bo'lishimiz lozim, mushundaq o'z tafakkurda bo'lishimiz lozim.
Muşundaq özü ruhda buluşumuz lazım deb hammasini özünü Abu Bakr Umar qilib, insonlarning o'zini bundaq o'zi tarbiyalash bu butunlay xato. Uyg'urlarning orasidan maxsus o'zi Uyg'ur nima Abu Bakr Umarlar o'tirib chiqish lozim. Arab Abu Bakr Umar qilmasligimiz lozim insonlarimizning o'zini. Misol. Shu vaqtda biz qanday qila olamiz degan vaqtda dinni, ya dinniki shariat qismini biz o'zimizniki millatimizga va milliy o'zi madaniyatimizga, urf-odatimizga va o'zi milliy xosligimiz qarta tuzib chiqarishimiz lozim. Shu vaqtning o'zida biz o'zimizniki masalasini o'zini Qur'onga asosan to'g'ri hal qilgan bo'lamiz. Biz o'xshamaydigan bir yerdagi, o'xshamaydigan bir jo'grafiyadagi bir insonlar bunidan 1000 yil burun tuzib qo'ygan bir narsani o'zini akilib, hozirgi zamondagi u xalqniki ularning madaniyatiga aslo o'xshamaydigan, urf-odatiga aslo o'xshamaydigan, iqtisodiy ahvolimiz aslo o'xshamagan bir yerga akilib, ularniki u ijro qilgan narsani bizniki territoriyamizda ijro qilish bu butunlay o'zi xato bir narsa. Misolga olsak, sotsializm degan bir narsaning o'zini Karl Marx misol yezib qoldirib qo'ydiki, sotsializmning o'zini dunyoda nurg'unlagan davlatlar qabul qilishlik. Jungo ashning birisi masalan Xitoy. Vyetnam shundaq, bu Yevropa hammasi asosan o'z vaqtida sotsialist davlat bo'lgan, hozirmi yana yerim sotsial davlatlar. Bularning o'zi shu Karl Marx yozgan shu sotsializm ideologiyasini aynan ijro qilyapti degan vaqtda aynan ijro qilmaydi hech birisi. Her birisi o'zinik masalan Angliya uni qabul qilgan bo'lsa, Angliyaniki jamiyatni hal qilgan holatdagi bir sotsializmning o'zini o'tirib chiqarishlik. Masalan, uning o'zini Xitoy nima deydi? Jungochi sotsializm deydi. Jungochi sotsializm deganning o'zi o sotsializmning o'zi o ideologiya Jungoniki ichidagi butun o'z xalqqa uyg'un keladigan bir holatda uni nima qilish. Uni aynan o'zi ijro qilgan vaqtda u to'g'ri bo'lmagan gap. Ammo prinsipda o'zi o'xshash. Xuddi shunga o'xshash, bu yerlik narsa nima desa, hammamiz bir musulmon bo'lgan taqdirdami, har bir davlatniki iqtisodiy ahvoli o'xshash bo'lmaydi, madaniyati o'xshash bo'lmaydi, urf-odat o'xshash bo'lmaydi. Bu yerdagi o'zi ishga o'rinlashgan odamlar ishsizlik ahvollari hammasi o'xshash bo'lmaydi. Yani odamlarning soni o'xshash bo'lmaydi. Masalan, ba'zan davlatlar jiq bo'ladi, ba'zan davlat oz bo'ladi. Ashning qarta, u yerdagi ehtiyoj qarta, masalan, iqtisodning o'zini qanday qildi degan vaqtda Qur'oni Karim shu prinsipga asosan iqtisodni hal qilgan gap. Ya'ni Saudiya Arabistonda 2,5% elishning o'zini o'z vaqtida belgilabdiki, hozirgi 2,5% olamiz emas. Hozirgi vaqtda biz o'z davlat qursak, u davlatimizniki ehtiyoji qanchalik o'zi iqtisodga ehtiyojli bo'ladi, shuning qarta iqtisodni belgilash. Bundaq o'z prinsiplarning o'zini bilish lozim. Bilgan vaqtda o odamning o'zi dinniki, ya'ni Qur'oni Karimning prinsipining o'zini bila olgan bo'ldi. Agar Qur'oni Karimni biz qonun kitobi yoki ilm kitobi degan vaqtda u tamoman mag'lub bo'lgan bo'lamiz. Nima degan vaqtda u Qur'oni Karimning ichida nurg'unlagan oyatlar var. Bu oyatni hozirgi vaqtda aynan ishlatishga asla bo'lmaydi. Misol. Masalan, Alloh taolo Qur'oni Karimda sizlar urushga ot va askarlar bilan tayyorlik qiling deydi. Otni tayyorlik qiling deydi. Endi ashni aynan ijro qilamiz desak, hozirgi vaqtda bir yerdan o'zi tanki zambarakni aeroplan, raketalarni o'zini so'rab kelsa, biz otni minib turib vatarashib oldiga chiqamdiq. Bu o'zi shuni loyiq holatda o'zi bir nipqan bo'lamdi, tayyorlikqan bo'lamdi. Bu asla mumkin emas. Uning uchun bu yer tayyorlik qilinglar degan bir buyruq bor. Dushmanniki ahvol, dushman qarta tayyorlik qilinglar degan o'zi bir buyruq bor. U tayyorlik qiling degan har qanday zamon va makonda kecharlik. Ammo u zamonda degan vaqtda shu zamonda ot bilan tayyorlik qilgan bir zamon. Ham hozir degan vaqtda hozirgi zamonda uni hozirgi zamonga shunday tatbiq qilgan vaqtda hozirgi zamonga loyiq tayyorlik qiling degan ma'no chiqdi. Shu vaqtda hozirgi zamonda tanki, zambirak o'zi raketa, aeroplan hozirgi zaman eng ilg'or narsa nim bo'lsa, ashni tayyorlik qiling degan ma'no chiqdi. Biz Qur'oni Karimdagi u oyatlarning o'zini har qanday vaqtda aynan tushunmasdan u
bir qism oyatlarniki misol labzi shu zamondagi ahvolning o'zini bayon qilgan bo'lsa-mu, lekin uni biz ko'chirib hozirgi zamonga kelgan vaqtida uningdagi nurg'un o'zalqi tayyorlanadigan narsalarni tegishtirish to'g'ri kelgan gap. Shu vaqtda o'z oti bilan tayyorlik qilsa, hozir oti bilan tayyorlik qilamiz. Bir qism qarindoshlarimiz o'qyani etib, qilishvozlik qilib, o payg'ambar alayhissalom zaman payg'ambar alayhissalomning sunnatini tutgan bo'lib, ashundaq o'zi harakat qilayotgan qarindoshlarimizni ko'ramiz. Bu o'z payg'ambar alayhissalomning sunnati bu emas. Payg'ambar alayhissalom hozirgi zamonda bo'lgan bo'lsa, hozirgi zamonda payg'ambar alayhissalom bo'lgan davlat eng taraqqiy qilgan, eng o'zi madaniyatlik bir davlat bo'lgan bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhissalom o'z zamonasida o qadar o'zalqi islohotchi, o qadar aktiv bir insondi. Hozircha degan vaqtda hozirmi u payg'ambar alayhissalom bo'lsa, hozirgi zamondagi eng aktiv, eng ilg'or shunday bir inson bo'lgan bo'ladi. O payg'ambar alayhissalom riyosatchilik qilgan davlat dunyodagi eng ilg'or, eng madaniyatlik bir davlat bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun biz madaniyat sohasidami nima deymiz degan vaqtda u burunqi ishlarning o'zini payg'ambar alayhissalom oyiqqa cho'riqni kiyibdiki, talqon yeyapdiki, to'gini minibdiki deb hozir berib to'gini minib oldigan, talqon yeydigan bunday ishlar emas. Payg'ambar alayhissalom hozir bo'lgan bo'lsa, hozir to'gi minmay noch Mercedes'ni minib mangan bo'ladi degan narsaning o'zini biz o'ylashimiz kerak. Ya'ni zamonimizga so'rab kelgan vaqtida payg'ambarniki shu zamondagi ilg'or bir payg'ambarni hozirgi zamondagi ilg'or payg'ambar holatida biz tushungan vaqtida hozirgi ilg'orlik buni tashabbus qildi degan gap. Shuning uchun biz nima degan vaqtida bu qonun, ya'ni shariat sohasidan boy biz deganga o'xshash, buningdan o'zi 1000 yil, 1400 yil burunqi zamondagi bir shariatni hozirgi zamonga so'rab akilishning o'zi bir jinoyat. Xuddi misol tarixda o'tgan hech bir payg'ambar, yuqorida biz bir oyatni o'qidik. Baş oyatning o'zida Nuhga, Ibrahim, Musa, Isa ashunning hammasiga Alloh taolo bir nasihatlarni qildi. Uni payg'ambar alayhisalom nasihat qildi. U payg'ambarlardan hech bir Musa alayhisalom shu jamiyatni boshqarish uchun mandaq qonun prinsiplarni tuzgan degan to'g'ri Qur'oni Karim hech qanday oyat yo'q. Nima Sulaymon alayhisalom o'xshash bir davlat qurgan, davlat so'rgan, Davud alayhisalom o'xshash bundaq o'z bir davlatning beshi bo'lgan odamlar desa, aş adamlarning chiqqan qonunlari hech bir zaman Qur'oni Karimda yo'q. Nimishki buni Alloh taolo bizga yezib qoldimi degan vaqtida u davlatlardagi shu zamondagi tuzalgan qonun hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydi degan gap. U zamondagi siyosat hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydi degan gap. U zamondagi ilm-fan hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydi degan gap. Shuning uchun insonlarning oldini to'sib qo'ymaslik uchun Alloh taolo her zamanı doğru keldiğin prensipini oturup koyuqluq. Biz aş prinsip asasında her zaman layık sistemini, ilimini hasıl kısakla o bizim zamanımızda en ilgar adam bu kitiverimiz deyen gel. İlla ki şu adamların kığa işini azık zaman söylep gelişinin haceti yok. Mesela hadis doğruluk biz 1000 katım sözüldük. Oğu Peygamber Aleyhisselam çaplanğan bir näske. Gerçi Peygamber Aleyhisselam kıgan təqdirdi mi? O nəsini hazırca degan vaqtda hazır Peygamber Aleyhisselam şu hayat bo'lgan bo'lsa, şu nəsini qilmay hazırki zaman layık iş qilgan bo'ladi deyapmiz hazır. Misal. Bayqı degan oyatning o'zi shu. Mesela Peygamber Aleyhisselam sen o'zi atlar bilan o'z düşman qarshi tayyorlik qil deydi Qur'oni Karimda. Bunu biz qanday tushunamiz degan vaqtda eğer hozirgi vaqtda u buyruqni hozir kuchga ega degan vaqtda biz u zamonda eng ilg'or nas otdi. Ham ilg'or nas ot bo'lgan bo'lsa, hozirgi zaman ilg'or nas nima? Urush qurollarining ichida u narsa bilan tayyorlik qilishimiz bizga farzga degan gap bo'ldi. Shuning uchun biz her sohada, yani qonun jihatdimi, yani shariat jihatdimi bu davomli bir yer to'xtamasdan davomli uning o'zini isloh qilib turishimiz, zamonimizni tatbiqlab turishimiz lozim. Zamonning eng ilg'or tarafida o'zi nimalqi ilg'or holatda zamonga eng ilg'or to'g'ri keladigan holatda shunday o'zi qonun prinsiplarini o'zini tuzishimiz lozim. Shu vaqtning o'zida o davlat taraqqiy qiladi. Davlatning ichida insonlarning oldini o'zi itib olmaydi. Bo'lmasa o qonun insonlarning oldini bog'lab oladigan gap. Hozir masalan shariat deb musulmonlarimiz qonun deb kelayotgan shu sharvaqa hidoyaning o'zini hozir ijro qilsa,
Qandaq hozirgi zamondagi insonlarga to'g'ri keldi misol. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda u narsa bilan u zamondagi insonlarni idora qilgan bo'lsa, u hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydi. O bir Hmm. mesele. O zamanda Hmm. bütün öz Müslümanlar bir imperiyanın aslında yaşayan bolsa, hazırlık zamanda Müslümanlar 50 neçe devlet yaşavardı. Her devletniki özüneki ayrım özü nemisi var, parlamenti var, reisi var. Onda koygan ki her devlet özünün emel ehval karta Kur'an-ı Kerim'deki şu prensipin asas kılan halette şeriat tüzüp çıksa, kanun tüzüp çıksa o şeriatını berpa kılan boludu. Ve o şeriatın özünü doğru icra kılsa adaletini berpa kılgan boludu. Xulas kılgan vaxtıda. Hmm. Allah razı olsun. Nimemdelik'i bizim kallımızda bizimki mesela köpünç kırımdaşlarının kallısında şeriat diye vaxtıda birisi kolunu kesiş, oğrunun kolunu kesiş, yeni birisi murtetini öldürüş, yeni birisi şu paş kılgan bolsa, onu şu çalma kesek kılıp öldürüş. Muşularını icra kılgan bolsa, ya mesela cizye eleş diyendek şu, muşularını icra kılgan bolsa, oldu o bir şeriat devleti buludu. Dep mana şunu demiş şu. Bununki bir Kur'an asası bağ mı? Kur'an'da asası yok. Hem Kur'an'ın özünde mesela oğrunun kolunu kestiğinin pektevu eydiyehuma diyenin oğrunun kolunu kesiş deyip mi tercih kılıp duraydı mı akı? Lekin onun özü yok. O zamandaki bir icraat. Hem de hazır çok diye vaxtda hazırın özünde Türkiye'de Saudi Arabistan'da kaz devlet mesela bir adam oğul kılgan bolsa onun kolunu kesip icra kılatıdı. İcra kılanmaydigan bir narsaning özünü hazır zaman kanun deyişinin özü hata deyen gap. Onun için sen hazırki vaqtda icra kıla alaydigan bir kanun icra nime berpa qilishing kerak. O icra Saudi'de qilinmasa, o ağzın dep qo'ygan o'lik qonun bo'ladi o narsa. Onun için bu yerdeki narsa nima desa, qonun deganning o'zi insonlarni idora qiladigan bir narsa bo'lish kerak, tirik holatda ishlatiladigan narsa bo'lish kerak. O tirik bo'lmasa, o narsani o'zini kech kapishib o'zi anda qilish kerak. Zinaxon 100 qamchi urish kerak degan bilan hozirgi zina qilgan odamning o'zini 100 qamchi uradigan bir davlat bormi? Yo'q, Afg'onistondan boshqa. Unda ya qo'ygandan keyin biz nima desa, ijro qilolmaydigan bir narsaning o'zini hozirgi vaqtda qonun deb tutib turishning o'zi bu xato. Hozir nimani ijro qila olamiz? Masalan, zinaxon o'z vaqtida 100 qamchi ur debdi. Hozircha degan vaqtda hozir shu 100 qamchiga loyiq holatda uningga turm jazosi beramdi, iqtisod jazo beramdi. Qandaq jazo va shunga muvofiq holatda jazo bersa bo'ldi degan. Shu vaqtda nima qilgan bo'ldi desa, Qur'oni Karim ko'rsatgan shariatning o'zincha ijro qilgan bo'ladi degan gap. o Kur'an'ın özünde o çalma kesip öldürün diyen narsa yok mu? Şu alıkı. Bu biz İslami Yo'q, endi şeriat. bayt deb o'tdik, shu nimaga shariat deb atalgan shariatga hidoyaning o'zida nurg'un narsalar bor. U Qur'onda yo'q. Qur'onning prinsipiga tamoman to'g'ri kelmaydigan narsalar bor. Misol, uni shariat deb tunishqin bo'lmaydi, u to'g'ri kelmaydigan yerlar. Misol, uni ijro qilish tamoman o'zalqi bayqi degan oyatga o'xshash boshqalarniki ahvo arzusinin özünü icra qilganlik, arzusini qonun qilib ijro qilganlikga o'xshash bo'ldi. Bu bir jinoyat. Mishelde men bir savol sorgim kelib qoldi. Nima desa, Qur'oni Karim shu prinsipning o'zini asos qilgan holat tuzilgan qonun, shariat, uni to'g'ri ijro qilish adolat. Bu qadar yana basit, yana oddiy. Menda bir savolim bor Mishelde. Xo'sh. Sizning oxirgi mazmunni ifodalaganlardan kallamga olgan mazmun meningki nimam shuki, tushunishim. Ya'ni shariatdan buyurilgan burunqi buyruqlarni yoki belgilemelarni aş qo'lga keltirgan natijasini deyli. Shu chaqda masalan 100 qamchi bilan jamiyatdagi shu bir illatni tuzatgan bo'lsa, şu cemiyetki insanlarına nispeten şu doğrulap, aşına olan ben şunda önümge erişken bolsa, bugünkü cemiyette aşı önümüne asıklanan yani başka bir usul çağrılarını kullansın, buludu diyen bir teori çıkış bulamı mısın? Şey? Elbette. Bay degan nurg'un narsalar u zamonga loyiq ijro qilingan. Hozir u narsalarni ijro qilolmaydi ishlaydi.
Masalan, o Angliyaning o'zida musulmonlar zina qilmaydi, hech qanday bir musulmon zina qilmaydi, kim deya oladi? Saudiya Arabistonda olsun, dunyoning hamma yerida nurg'unlagan, millionlagan musulmonlar var, zina qildigan. Onunğa o'zi uni hammasini açık çalma-kesak qildigan, yoki bo'lmaydi o'zi yuz qamchi urdigan ishni biz ko'rmadik-ku. Bu nima degan bo'ldi desa, yuz qamchi uringlar degan Qur'ondagi oyatning o'zi uyliq qonunga aylanib qolgan gap. O vaqtda uni tirik qonun holatiga keltirish uchun qanday qildi degan vaqtda uniki qilgan ishiga loyiq jazo berilgan. Qur'ondagi prinsip bu, shundaqmi yoki? Bima kasaba degan oyatning o'zi nima desa, qilgan ishiga loyiq, ya'ni ba degan muqobil hamda. Bu muqobil nima desa, ashunaq to'g'ri keladigan holatdagi bir jazoni bering degan. Jazo mushu deb yuz qamchi bergan bo'lsa, hozirgi vaqtda shu zina qarta to'g'ri keladigan jazo ma'u deb yana bir jazoni bersa, ashunaq to'g'ri keladigan holatdagi bu muvafiq jazoni bergan bo'ldi degan gap. Undaqdaki aşağıdaki muvaffaqlıqni belgileydigan narsa ünüm o'xshamda. Ünüm. Hem aşağıdaki mesela 100 qamchi urgan vaqtda shu vaqtdagi insonlarning orasida to'xtab tur deb zinadın biraz o'zini tortilgan bundaq bir ishlar bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda ko'rsa, shuning loyiq bir jazoni bergan vaqtda insonlar o zinadın biraz tortilgan ish bo'lsa, shuni bas to'g'ri bo'ldi degan gap. U yerda illaki icra qilinmaydigan, depli qo'ysa bo'ldigan bundaq bir narsaniki bo'lishi bu to'g'ri bir narsa emas. Ondaqda mushu kasalga doğru berganga o'xshash, jamiyatda yuz bergan masalalarni hal qilish uchun shuningga ristib yozish kerak ekanda. Masalan, ba'zi odamlar digital tablet foyda qiladi, ba'zi odamlarga osma ishlash to'g'ri keldi. To'g'ri. Masalan, shundan o'xshash kasal. Lekin anondan maqsad o kasalga mushu doridan beramiz degan shariatni manda maqlavagan vaqtimizda va unumni erishamagan ekan, o zaman biz adamı ziyan tartırdı ekanmizda. To'g'ri. Shuna o'xshaydi. Misal, to'g'ri bir misolni oldida. Misal, bundan 1000 yil burun bir odam davolash kelsa, masalan, so'qiruvchi bo'lib qolgan odamni davolash kelsa, yog'charoq chiqarib, maymoq bir yog'charoq chiqarib, otni yugurtgandan keyin qo'sani shalaq qilgandan keyin so'qiruvchidagi nasl chiqitib, odam o'ngishib qolgan ishlar bo'lganki. Şu vaqtdagi davolash usuli. Yoki bir odamniki qon qo'yilib qolgan bo'lsa, qonni suyuldirgan beminchi o'zalqi nimaning o'zini, mana o'simliklarning o'zini berdi. Ashuni ichgandan keyin bir qancha kun ichgandan keyin odam o'ngishilib qolgan gap. Hozircha degan vaqtda u o'simlikni o'rniga bitta tablet berdi. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtda u yerdagi prinsip kasalni saqaytish. Ajinarkan. Keselni saqaytish. Ama keselni saqayishda o adamniki burunqi usuli bo'yicha bir qancha kun o bir nimaning o'zini, o'simlikni ichsa, o saqaygan bo'lsa, hozirgi vaqtda ko'rsa, uni kichiklattirib lekin bir tal tabletni berdi, uni saqib qoldigan ishlar bor. Ikkisiniki nimasi o'zi roli o'xshash, qazındigan netincha o'xshash. Misolda, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda oxirgi netincha u yerdagi prinsipniki oxirgi netinchani asos qilgan gap. Prinsip oxirgi netinchani asos qildi. Misol. Undaqda hozir agar mushu o'lcham bo'yicha chiqqan vaqtimizda o'zida, yo'lga chiqqan vaqtimizda kelgushunoslarning ba'zan g'amlari borda, yaqin kelgusida mushu butun tabiiy yemekliklarning hammasini yo'qotib o'tib, biologik narsalarni qo'ymay, sun'iy yasalgan narsalar bilan insonlarning yemek ichimlikini idora qiladigan, ondan keyin bir-bira insonni kontrol qiladigan bir proje o'tirsida g'amlik bir munozirlar bor o'sha nimalarda, to'g'ri dunyoda. Agar hozirgi prinsip bo'yicha chiqqan vaqtimizda agar insonning vujudidagi ehtiyojni qondira oladigan sun'iy narsalarni yasab chiqish orqali ashuna bilan oziqlantirish prinsipi xato emaskanda. Xato emas. Qanday xato bo'ldi? Xato emas, 100% o'zi. Undan uning xatoligi keyingi g'arazda ekan. Undan uning xatoligi keyingi g'arazda, insonlarni kontrol qilish g'arazida ekan. Faqat bu yerdagi narsa nima desa, insonlar ziyonli bo'lsa xato bo'ldi. İnsanlarga ziyonli bo'lsa, bu har qanday ilm insonlarga ziyon akilish
Әкәсе, у вакытта Çeklengen, ilmni ha. to'g'ri ishlatmaganlik bo'ldi, u xato ishlatilgan bo'ldi. Ilmni ishlatish kerak, insoniyatniki, bu dunyoniki manfaat, foydasi uchun ishlatish kerak. Bu o'z Qur'oni Karimdagi prinsip bu ilmdagi. Hı, hı. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, u qanday bo'lishini qat'iy nazar, alqa nimadagi halol harom borasida shunday bir gap bo'lib ketdi emasmi? Masalan, bir narsaniki bir qo'ynini bo'g'izlasak, Alloh taolo Qur'oni Karimda shu qo'yni bo'g'izlagandan keyin uni qinchib kesdilar, halol bo'ldi deylik endi. He. Onunki beminch pərdə bağlab, Bismillah Allahu Ekber demese halal olmaydı, xotun kişi buğuzlu halal olmaydı, akçı kökçü degендek Müslüman emas adam buğuzlu halal olmaydı degендek nurgun nəslərinin özünə uyaga alqı yolunu tarlaşdırıb etkende, ama Allah Taala o yerdə qını çıxırıbsan boldu deyilik. O yerdəki nəsni müdsə qını çıxırıb atqandakı o göçdə heç qanaq nəsi yox. Alqı butniki aldığı apırıb qoy, alqı butqa atap buğuzlaşının özümü buğuzlusu haram boldu deydi. Butning aldı butqa atap buğuzlaşını Allah Taala fasıqlıq deyilik. Zalikum fisqun deyilik. Zalikumdaki kumning özü səllənin deyə, səllənin şu qılğan işin butqa atğandan ibaret bu işin ki o dese yolsuzluq degan boldu. Yolsuzluq degan, yolsuzluq qaldığın degan gap. O yerdə o butqa atap anasını buğuzuldun, o nəsə yoldan çıxətdi degan gap emas. O qoy ölgən qoy heç qaça yoldan çıxətməydi o. Seni qılğan işin xata işini qıldın degan gap qoyadi. Şoň maňa Araplyky bäzi gaplarni anlap men nima qildimchi? Araplar misol endi onaki musulmon nim bo'lishi u menga nim emas. Shu Xitoyning yutuqi bo'lgan vaqtda Guangzhou tarafida ayda top aldığa yer kirgandan keyin butning oldiga mevchi, banan, naskara qo'yib qo'ydigan ishlar bormish. Masalan, aqasingga borgan bo'lsangiz ko'rgan bo'lishingiz mumkin. O qo'shlash banan butni oldik, banan deb yeyvergan gap. O butni olib turdi o narsa, u yerda qo'yib o butga atab qo'yishning o'zi xato. Ammo bananda gunoh yo'q degan gap. Demak, bu yerda narsa nima degan vaqtda qo'ydi gunoh yo'q, qo'yni oyog atash xato degan gap. Bu qadar yani. Davomli masalaning o'zini siz deylik-ku. Ko'rsatgan narsa qarama, ko'rsatgan bayroq barmoq qaraydi bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash atalgan butga qarab turib olgan gap. Butga atab qo'ydi, harom deydigan gap. O butni oldiga lag'mat polon apirib qo'ysimi? Berib yesak bo'laverdi. O odamning oyiga apirib but yesin, huzurlansin deb apirib qo'ygan xato, u narsa u yerga apirib qo'yganligi harom bo'lib qolmaydi. Doğru. Bunday narsa. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Qur'oni Karim o'qigan vaqtda uniki tegdiki prinsipni tushunish lozim. O prinsipni tushunmay turib lekin u yerda masalan Alloh taolo qo'yni harom qildi, ham buning o'zini xotun kishi so'ysa harom bo'lib qoldi. Yoki bir kofir so'yib qo'ysa harom bo'lib qoldi. Yoki butning oldiga atab butga atab qo'ysa harom bo'lib qoldi. Bu qanday bir prinsip? Misol Aşı ayetine bu yerki narsa tegini tushuna olish lozim. İnşallah. Aşı ayetine hazırga kadar mesela sizler izahlagan kadar bizning kallamızga tushgan narsa tushgan yoki singdirilgan çoğundan tarif kichik emas deganda shu haromlar qatorida boshqalarning g'ayrilar nomida bo'g'izlangan narsalarni bildi qo'shaqliqda asli aşağıdaki ayıplanish qo'ydiki yoki bo'g'izlangan narsaga emas, belki şu ustupda bo'g'izlanishi ayıplanıken. O haramlık bilan munosabatsiz gapkan ayni. Ya, o narsaning harom bo'lishi faqatla ichida qonning qilib qilishi. Haram qilgan narsa sanaga yer bor. Qon qilib qoldi. Uning uchun. O qonni chiqaribsan halol bo'ldi degandan keyin u bo'ldi. Mehmet Yusuf degan Xalbi hurmatni qilatdim bu adashniki. O'tganda masalan beliqning o'zini bismillah akbar demasa nima qini chiqamsa halol bo'ldi ekan-ku. Andaq manda. Beliqniki eqib chiqilgan tumudni eqib chiqilgan ko'r eqib chiqilgan qini yo'q uniki. Beliqni tutib biz Norvegiyada har kun shu 6-7 har kun chiqib beliq tutib. O beliqning bo'ynini shunday kaskanda ko'r oqirgan qini yo'q, tumudni etilib chiqilgan qini yo'q. Va demam masfuh degan kelima bor edi. Masfuh degan etilib chiqilgan qon degan gap u.
Onda o bedende kep kalgan kan mı haram değişik kalsa koyundaki bedende kan kep kalmadı mı? Kep kaladı o. He. O 100% çıkıdığan işi yok yani. Etilip çıkıdığan kan ve çık yetiş gerek diyen gep. Şu vakit o halal oldu diyen gep. O belikni boğazlığa vakti kayırdın o etilip çıkıdığan kan vağını ki. Mehmet Yusuf hayatı boyunca bir belik yapmak adam okşaydı. Pişkinliğim köygen boz gerek. Tutup bakmayın. Şu kanı yaptı yügendisler. Bo'ladi, mening savolim tugadi. Darsning davomini. Bugungi darsda nihoyat yaxshi bir qancha mazmunlar bo'ldi. Masalan, e'tiqod, Shuning uchun bu ibodat yergi va narsa shariat bu vaqtda emas. İslam ten şeriat deb tushunish tamoman xato. Xato ekan. Bunda tushunmaslik lazım. He. İslam hiçbir zaman şeriat, yani şeriat diyen kanun diyen gap. Kanun emas. Biz şu Kur'an kandak kitap diyen mevzuda to'xtalgan vaqtda o kanun emas, kanun kitobi emas, ilim fan kitobi emas, siyoset kitobi emas, misol yoki o'zi biologiya, fiziologiyaga o'xshash bunda bir narsaning o'zini, ya'ni o ilim fan kitobi, ashunga o'xshash bir kitob emas dedik. Nima qilish? Qur'oni Karimda o sohada oyat yo'q. Qur'oni Karim o vaqtda kandak kitap degan vaqtda iymon, e'tiqod, ibodat bilan faqat insoniyatga prinsip belgilagan kitap, insoniyatning ishlariga prinsip belgilagan kitap. İnsanlar şu prinsip asasen nemi tuzsa, kanun tuzsa, mesela siyaset karta bir adam bir devletke, mesela devlet kurgan degan devletke siyasi kanun tuzaymiz degan vaqtda siyaset koygan Kur'an'daki şu prinsip asasen kanun tuzsa, Kur'an-ı Kerim'deki siyasetke asasen tuzgan şeriatning o'zincha o adam chiqqan bo'ldi. Onu to'g'ri ijro qilsa, to'g'ri shariat, yani siyosatdagi to'g'ri shariatni ijro qilgan bo'ldi degan. Qonunni ijro qilgan bo'ldi degan. Xuddi hamma sohada qonun nima prinsip bor edi. O prinsipni akagandikin her zaman her makonga to'g'ri keladi. Ammo u yerlik ahvol o'xshamaydi. Mesela davomli misol qilamiz, Somali bilan Turkiyaning ahvoli o'xshamaydi. Somali qaracha Turkiya boy davlat. Misol o vaqtda o Somalilik ahvol qarta mesela iqtisodiy qonunni tuzgan vaqtda Somaliga o'xshashni bersa hukumatga, Turkiyadagiga o'xshashni bersa adolatsizlik bo'ldi vaqtida. Shuning uchun nima degan vaqtda Somalidagi o'z iqtisod qarta tuzilgan qonunni o'zini u yerdagi ahvol qarta, jamiyatdagi xalqning ahvoli qarta tuzadigan gap, davlatning ehtiyoji qarta bajni oladigan gap, Turkiyada uning qarta tuzadigan gap. Ikkisiki o'zi iqtisod sohat tuzgan qonuni o'xshamaydi, erishishni o'xshamaydi. Ammo prinsip degan vaqtda ehtiyoj qarta degan yachcho desa o'xshash, hech qanaqa o'zgarmaydi. Bundaq yani o'zini biz bilib olsaqlar, o Qur'oni Karimning ichidagi nurg'un hamma sohada prinsip belgilangan bu kitobda. Shunga hukmni bayman degandek sanab kelsa 10 tal, 15 tal chiqishi mumkin, undan jiq narsa chiqmaydi misol. Shunga bu her devletniki Qur'oni Karimga asoslanib turib yani Qur'oni Karim to'g'ri keladigan holatda, Qur'oni Karimning prinsipi to'g'ri keladigan holatda tuzilgan qonuni, shariat bu hisoblandi. Uni to'g'ri ijro qilish Alloh taolaning Qur'oni Karimda adolatli hukm qil degan hukmining o'zini adolatli qilganlik o'tirib chiqdi degan gap. Adolatni barpo qilgan bo'ldi shu vaqtda. Yani bunun aytgan vaqtda biz islom yani butunlay o'zi zaman va makonga xos narsa emas, bir o'zi umumiy bir narsa, shariat yo'lida xos bir narsa. Buning ichidagi mantiq jihatni aytgan vaqtda umumiy mutlaq degan bir narsa bor mantiqda. Mana shunday o'zi narsa degan gap. Har yerga xos tuzilgan narsa, xos tuzilgan qonun, shariat o butun dunyodagi qonunlarga prinsip belgilaydigan narsa islom yani. Bu. Bunu bilib olsak bo'ldi. O'tganda Diamond deganning o'zi, yani bolaning o'zini qattiq mag'lub qilyapti-ku. Bola Qur'oni Karimdagi shariat qo'yilgan o'z prinsiplarni bilmaydigan bola ekan u. Diamondning o'zi ikki tal narsani aklaydi, ada qiluvdi. Birdan yo'q bo'ldi. Agar u Qur'ondagi prinsiplarni bilgan vaqtida u Oyshin 6 yoshda olganning o'zini inkor qila oladi. Chunki Qur'oni Karimda u o'zi Qur'onga yetgan vaqt to'y qilish belgilangan. U vaqtda u 6 yosh to'y qildi degan gapning o'zi xato degan gap. Agar qon bo'lsa, Payg'ambar alayhisalom Alloh taolaning buyrug'ini to'liq ijro qildi degan vaqtda Payg'ambar alayhisalom hech bir zaman 6 yosh oldi degan
ağallığı özü töhmet diyen gep. Peygamber Aleyhisselam'ın 6 yaşlı bir Ayşe'ni aldı diyen gepni özü Peygamber Aleyhisselam kılına töhmet diyen gep o vakıda. Ayşe'ni özü Peygamber Aleyhisselam'ın ağallığı fakat Ayşe Kur'an'ı yetken vakti ağan diyen mana çıkıda Kur'an-ı Kerim'deki ayet asasen. Biz o vakti o rivayet kişinemdik, Kur'an-ı Kerim'deki ayet kişinemdik. Demek o rivayetlik aşındak nahayeti özü peygamberge olsun İslam o nur kılgan böhtalları var. Onun için biz o neminin özüne rivayetini bu yerde inkar kılıvatımız. Onunki özü din bolanmaydıganlığını inkar kılıvatımız yani o doğru hatalık emez. Onunki nurgu yer doğru nesli var. O doğrunun özü doğru deymiz ama din emez onun özü. Hiçbir zaman. Dinindeki delili, din ispat bolamaydı hiçbir zaman o rivayetin özü. Hoş. Güzel Allah ders razı oldu. olsun. Yaxşı bir mezmunlar çıktı oturgan. Olap muşa bu beş to'liq birodarimiz degandek shariat degan zaman shu rejim, qo'l kesish, chalma kesak qilish deganga o'xshash narsalar ko'z oldiga keladigan insonlarning. O meseleninki unumini qo'lga keltirishning islomning prinsipi ekanligini hozir aniq uqqan bo'ldik, tushungan bo'ldik. Lekin shariatning zaman, makonga xos bo'lganligini, islomning zaman makondan halqagan prinsip belgilanganligini endi qayta ta'kidlagan bo'ldi. Allah razı olsun. Başka sual binası geldi mi ya ki? Yo'q, men ko'rmadim. Savol yo'q. Tamam. Ben bayatından dalıka ustazma İmam Maturidi doğruluk, İmam Ebu Hanife doğruluk lezzasını sözlük öptüler de. Aşın oldu mu şu biz yüzümüzün o Uygurlarını yediyse aşında bizdeki fikri mezhebimiz Ebu Hanife, itikadi mezhebimiz Maturidi değil. Lakin Ebu Hanife'nin tarihini, siyasi tarihini, onunki hakiki Kur'an, akıl, vahiy, adalet bu cihetini yaklap mağadan aşı Maturidi'nin başında bunundan uzaklaşıp ketilgen mi şu? Bularını yıllık çapında talep aldı deyimiz var. Ameliyat bilens yok ama. Ularına diyen Kur'an'ı nemi bu işi çıkaran prensip nemeleri doğruluk, tavsiyeler doğruluk bizim hayatımızı bilens yok ama düşün. Hatta şu Amerikalı bir adam bu Orta Asya'daki bu Türkiye milletle İslam dinininki dünyanın ilim fen tarihine ait çok tövbe koşkan alimler bir şeyden çıkıp ki. Ben muşolar kandaklı muşlar derslerini kolu keptiydi. Ondaki kandaklı bu çöküş başlandı. Diyen doğru terk kılıp o da. Muşlar bir kitap yazıp çıktı. Bunu bizdeki şu Mehmet Tursun okuyanın neşriyatı var o. Sınırın London'daki Uygur Dil Tədqiqatı degan. Yo'qolgan ma'rifat degan temada buni tarjima qilib chiqibdi. Tarjimasi shunday yaxshi ekan, kerak so'zni men shu Qurban hayitda o'zimga yetik qilib setib olib bu kitobni o'qib chiqarib qo'ydim. Mishalim so'zlangan narsada shu vaqtdagi insonlar, ya'ni shu islomni shu vaqtida shu O'rta Osiyodagi aqlni, vahiyni markaz qiladigan, adolatni o'rtaga chiqaradigan shundoq olimlar falsafa jihatdan bo'lsin, ular hamma jihatdan chiqqan. Shular chiqib undan keyin dunyoga islomning nurini shundoq tarqatgan, yuqori saviyaga yetkazgan debchi. Endi kelib, bundan eng oxiri cho'kish qachon boshlangan degan chog'da, Imom G'azali yig'ilgan bir yerdan chiqib, shu Fatimilar davlati nima, mamlakatlar nima. Shu nimada undan keyin o anaqa ijroatniki degandan deb undan keyin diniy ilm, fanniy ilm deb ayirib, diniy ilm eng ishil ilm, fanniy ilm degan unga yetmaydi. Degandek bunday gaplarni qilib insonlarni xurofiylikqa yuzlantirgan nuqul shu. Allah'ınki Kur'an'da koygan
nemelerge karşı aşağı geplerine kılıp kılgandan keyin onundan keyin çıkış başlayıp keyin. Moşu kitapni tepip qarindoshlarimizni o'qib o'tishini tavsiya qilaman. İmam Maturidi'nin to'g'riliqmi bizim Uyg'ur tilida tarjima qilingan kitaplardan ko'rib bakdım. Türkçemde az kentok onu hozir tezib qaytidimcha ortaga chiqarib o'tirdi. İmam Maturidi izlashlar ko'p deyapti. Şoň biz Uyg'urlarda bu to'g'riliq izlashlar bo'lsa degan bir tavsiyani qilaman. Endi bu anaqa shariat bilan aloqasi yo'q narsa emas. Çünkü bayatı mesela zidlendi şu. İslam dini, yani Kur'an'daki asas narsa o umum prensiplerini oturup koyuyordu. Halkında biz emri şeriatımızı karşı iş kılımız. 1800 yıl buraya yakınmış, birkaç yüzyıl buraya eski, aşı vaktiki nesinin hemmisini veya ağzını söyleyip yakın olmaydı. Onun mevzini, şartlarını evetip mevzini kubul kılımız. Kur'an'ın belgelep vergen normlarına, prensiplerine doğru gelip üzümüzdeki yeniçi yolumuzda sizin menişimiz gerek. Üzümüzün şeriatini, üzümüzün hazırlıklı şeriatı karıta şeriatlarımızda belgelep kanunlarımızı tüzüşümüz gerek. Hatta daha iyisi getirmenin kılında Uygurlar üzümün nakkurisini. Bilmem ya. Onu tokuş gerek. Dediler buna ait faydalık, yaxşı tavsiyeler. Allah razı olsun. Ben şu qarindoshlarniki shu yo'qolgan ma'rifat degan bir tavsiya qilish bilan bugungi shariat degan darslikni nihoyat yaxshi bizga foyda obdan so'zlab berganliklarini rahmat aytaman. Ben bu kitobni tavsiya qilaman demoqchi. Masalan, bir tal misol so'zlab qo'yay, qarindoshlarimiz o'ngayroq tushunishi uchun. O'tganda Daimon degan bolaning o'zi, Yanbesning o'zini yengib olishda Ayşini 6 yaşta ağanki qandaq bu insan haqlariga to'g'ri keldi. Agar ashundaq bo'lsa, men bundaq dinga qandaq hamda hurmat qila olayım degan o'xshash shunday bir mazmunni qilib o'zini o'zini tutib oldi-da. Agar shu shariatchi bolaning o'zi Qur'oni Karimdagi mush prinsiplarni boy deganga tushungan bo'lsa, Qur'oni Karimda nimalqi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fazalallahu ba'zan ala ba'zin va bima anfaqu min amwalihim fas-salihat qanitatun. Pes-salihat degan iboraning o'zini ashbal to'g'ri tushungan bo'lsa, shu vaqtda bir to'y qilishga bo'ladigan ayollar qo'ygan prinsip nimaki Qur'oni Karimda? Degan vaqtda ashbalning o'zi o'y tutishga salohiyat to'shqan bir qiz bo'lish kerak ekan. Yoki bir ayol bo'lsa, u vaqtda uning o'zini to'yni qilishga bo'ladi ekan. Qanitatun öyneki, aileneki bütün özü qaid yosullarını to'g'ri etmana alaydigan, hafizatun öyge, yani özünün ailesi egi olan, egi chiqa alaydigan holatdagi bir seviyadagi bir xotin bo'lsa, u vaqtda uning to'yini qilishga bo'ladi ekan degan ash prinsipni bilgan bo'lsa, Daimonning oldida mag'lub bo'lmaydi. Men mushundaq prinsip o'tirib qo'yilgan Peygamberge men muş ayet düşken ama düşkenlik için o peygamber hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim bunda prensiplerine xilaf bir iş qilib bakmagan. Bunun asasen Peygamber Aleyhisselam'daki Ayşe'nin 6 yaşta aldı diyen gapning o'zi yalgan deb onun özünü Kur'an'daki ayetga asasen yalganı çıkıra alaydı abi. Bizim Kur'an'ı yetken vaqtida, mesela öğüt tutarlıqdek bir halat yetken vaqtida to'yni qilamiz. Arabda balog'at yetganda biz Qur'onga yetgan vaqtda deymiz misol. Shunday bir qoida bor-ku. Demak, bu nima degan vaqtda u o'g'il bo'lsin, qiz bo'lsin, ota-onaga deb menda qaraydi, o'g'ling o'zi bir to'y qilsa, oilasining o'zini ma'lumotdek bir salohiyatga egimi, aql jihatda, jismoniy jihatda, shunaqa egimi emasmi, ota-onaga deb bayqaydigan gap. Qur'on yana fa in anastum minhum rushdan degan oyati minhu rushdanmi? O nima degan vaqtda o'zining yo'lini tep ma'lumotdek bir holatning o'zini siz bayqagan vaqtda degan gap. Demak, baljaqimizda shunday bir holatni bayqagan vaqtda uni cho'lsa, to'yni qilib qo'ysak bo'ldiganligini biz o'zi hukm qila olamiz degan gap. Demak, Qur'oni Karimda bunday bir shartni qo'yayotgan vaqtda payg'ambar bo'lgan bir kishining o'zi berib hozirgi vaqtni hisob qilsak, pampersni chiqman bir qiz bolaning o'zini
kichik bir qizning o'zini o'li olamda o. Demak, Qur'oni Karim to'g'ri kelmaydigan bir ishni qilgan bo'lsa, u payg'ambar bo'lmaydi. Bu nuqtani aytgan vaqtda u 6 yosh oldi degan gapning o'zi yo'q degan vaqtda u Imom Buxoriyniki o'shada o'zi Imom Buxoriy so'zlab bergan odamning o'zi yolg'onni so'zlagan degan gap. Imom Buxoriy oyaga yolg'on narsani yozib qo'ygan degan gap. Hem de tarixda qandaq jarayonlarning bo'lganligini qiyomat kuni bilamiz. Lekin mening ba'zan tasavvurlarim keladiki, endi shu bizga ismi kelgan nurg'un mashhur insonlarning taqvo, muttaqi, shu olim, mujtahid insonlarningki ko'pinchilari hayoti durust, yaxshi o'tgan namunalik insonlar bo'lishi mumkin. Imom Buxoriy masalan shularning birisi desak, ular hayot vaqtida o'zlarininki kitoblarini nashr qilganligini o'zi ko'rmaganlik to'g'risida nima jiqgan. Ya'ni shunday solih insonlarning ko'pinchisi shuning nomidan o'tirib chiqqan kitob yoki asarlarning o'zi ko'rmaganlik to'g'risida nimalar jiqganida, bunda voqeliklar jiqgan. Men shundan chiqib tasavvur qilamanki, hatto ashuni o'lib ketgandan keyin va yoki keyin ashuning nomini suiiste'mol qilib turib, ashuning jilitiga o'zining qismisini tiqib, manda aldab kelgan bo'lishi mumkinkan degan tasavvurni qilaman men. Albatta. Aslında tasavvurları bu çok. Bayatına nime acım dedi, ustaz mı dedi, Kur'an'ı doğru kelmeydi o depçe. O doğru. Ama Muşu 9 yaş, 6 yaş meselesi Ayşe'miz doğrulukçu. Muşunu adette İslam'a karıştırdıgan, İslamofobiyanı, İslam'ı düşmanlıkını kıldığan atizmçılar, ya olmasa dine karşı, ya ki Hristiyanlar olsun. Deizmlar. Hemmisi deizm. Yani nima olsun, hemmisi Muşunu ortakmak kılıp, bizge İslam'ın karşı nima kıldı ekende. Hem Muşunu ben bir tekimi yaxşı bir uray bunu doğru bilen dep Harvard Üniversitede okuvatkan bir adam Muşunu tetkik kılıp, Muşu doğruluk maxsus makale yazıptı. Doktorluk makalesi iken, o kitap bulup çıkırlıkken, bunu ama ilk sen eli açık diyen ustaz bir programda dedi onun için. Sıra yaşlar, İslam dinini üzerlamalık nime kılmayızlar, izlenip tetkik mi kılmayızlar. Beni acı Harvard'da Muştoğlu yazılıp çıktı. 350 bette de bu 100 betlik bir makala bu için. Şimdi üzerine ChatGPT'de de dersi çıktı. Tercüme kadar okusanlar, bunu da İngilizce bilmesenler. Dedi, aşağıya da vardı o adam, mesela Şia, Sünni de iki çoğun nemege ayrılıp gittiğini koyamdı. Mesela Ali Raziyallahu Anhu taraftakiler, mesela Ayşe Hanımıza karşı nemelerine ortaya çıkarış için onun yaşını 9 yaşta, 6 yaşta evlengen, 9 yaşta takip yastık koygan, baş koygan diyendek şu. Muşu nersini kimden çıktı muşu rivayet, muşu hadis. Hadis de izlense, bu hadis olmaz. Bu rivayet muşu 8. yılları oturup çıkan bir adamın ağzından çıkan ders geldi ki. Hatta bunun sahih emez ki. Şu Rabi'nin yanında mesele var geldi ki doğrulup. Nimeni tep çıktım bu adam. Doktorluk makalesinde şunu iniklap çıktım da. O adam yüzü ateist olsun ma, İslam düşmanı olsun ma, lekin işte bu doğramazken bu dep aşını iniklap aşırı yazıp çıktım da onun için. Ma derecede izdini demdi. Çoğunluk komün İslam için, ateist İslam için. Hakkında bir demdi ilim için. Biz şu Müslümandaşlıkni ata-onamizdan doğrap öğrendik. İstiklal suyun içi çoğup kaldık da biz. Yani acı-mucı mallak etip basımızrak sözlerimiz çökep ketmey, lelyelgenken sözlerimiz ha deymiz. Lekin resmi dolqonga çıkıp bakmadık biz şu. Anda rekabetlik bir münazirlerge düşmedik. Şuna özümüzden sen yamayırık yapıp kalsa, erkandak bir dinsizler yoki bir ilim ehli bilen özümüzden dini üstünde münazir kılıştan fakat kuvvetimiz yetmeydi. Yani dolqunda üzenmeymiz. Doğru. Fakat öyle su, ya yakın sunun mabişiden düşüp, abişi leylep de bir olayımız, malmışı bizden söz düşümüz. Şunun okşaydı bizdenki ilmimiz. Fakat şunu ügünüş ceriyalardaki tirişçalıklarımız cümlesinden, maqanda deydigan şu sual soradigan zamanlarımızda
Muş Ayşe radhiyallahu alaqadar anha alaqadar muşu mezmunlarni so'maydigan bir jarayon, yani so'maydigan bir atlab o'tib ketadigan bir mezmun emas yani. Hammadan so'rab baqqan mezmun. Shu chog'larda ba'zan izohatlarda shu kelgan silsiladagi insonlarning haqqi hurmati shuni to'g'rilayman deb ba'zan izohat bergan do'stlarning u Arab memleketi issiq rayon bo'lg'achqa balalar baldir yetiladi ekan va balkim o Abu Bakr boy bo'lganlik uchun bolasini kuchli boqqanlik uchun ashuna bo'lgan bo'lg'aydi deganga o'xshash ayağını o'zgartmay balaning yishiga shu pirislab akilib Ayşe'ninki 9 yishiga pirislab akilib shu balaga ketkizadigan izohatlarni anglagan edik vaqtlarimizda. Ameliyatda mana Kur'an'ın ölçümüne qarasak, Kur'an'ın ölçümünde prinsip belgilengan ekanda. Yani bir insanın o'zining beshiga resid bo'lgan deganga boshlayib ketgan, balog'at ketgan. Ya'ni o'zining ishini o'zi idora qila oladigan, bir uyni boshqara oladigan, o'tishdan chiqa oladigan bir saviyaga yetganligi, shuning o'linish salohiyatini to'shqanligini belgilaganligi uchun bu Kur'an'ın hukmining sirtiga chiqmaydigan bir payg'ambar undaq bir narsani ko'maytirib uni olmaydiganligini cezim qila olishimiz lozimki. Lekin bizning qo'rqinchimiz nima desa, biz qanchalik inson. U kadar zamonlardan beri, u kadar olimlardan eshib kelib bu masalani manga ishib qolamdi deydigan, burunqi o'tganlarning hayvisidan qo'rqadigan mushunda avval bor ekan. Asli biz har qanday Qur'onning o'zini ching tutsak, Qur'ondagi prinsiplarni yaxshi tushunsak, oldimizga har qanday bir yoki o'tmishdagi har qanday bir devaylab kelgan hayvatlarning hammasidan xalqib o'tadiganligimizni mana shu programmani boshlagandan buyon izchil shaklda o'rganib kelyapmiz. Do'stlarga ham tavsiya qilamiz do'stlar. Men shuni qistirib qo'yay dedim. Rahmat. Yaxshi gap bo'ldi. Chunki shu bir yolg'on ming yolg'onni to'g'dirdi deb Qur'ondan boshqa vahiy bor degandan keyin undan keyin bu islom agar Buxoriy cho'ksa islom cho'kadi degan bo'licha shu yolg'onlarga chin esilg'achqa shuni to'g'rilayman deb shu yiqilib ketsa bizim yiqilib ketma islom bizning yo'qolib ketdi deb aynan turgan gap. Shu bir umri shu yolg'onni yoki Qur'onning sirtidagi o'zi vahiy deb turib olgan, teng olgan narsani qo'g'dashda o'tib qolgan gap. Birisi Qur'on oyat o'qisam men Qur'onchi ekan deydigan. Masalanchi, hadis binasi o'qimasa qat'iy bir islomdan binasi so'zlagandek yoki olgandek bo'lmaydigan, huzur olmaydigan aynan bir kishi demişim. Ama bizim dinleme şu keyinki ana tilimizde öğrengen yani 70. yıllar to'lg'anlarning ko'pinchisi bizlar aqlimiz kelsek diyorlar ki qilurki deb alaqa nimedeki xutbadagi va'zni anglasak ay gapdan ba'zan qildab kulgimiz keladigan shakldagi izohatlar yoki tushuntirishlar bor edi-da. İnsanlar shu tarjimonlar shuni izchilashdan sodiq bo'laman deb so'zni bir uyg'urchalashtirib manda gap deyishdan yiqib Aşbeti ekip tercüme koyalım, bizden tilimizde düşmeylik. Aşına biz namaz okuduk, cuma kıpsı anıldık da keleydik hem de. Yani aşında bir halet boğallık için bizdeki dini düşüncemiz, ügünüşümüz, eminaslarımız. Kur'an'daki prensiplerini düşünüşten çok uzak kaldık için. Şuna burada kardeşlerin hemmesi burunkuların heyvetlerini, burun o'tganlarning shu va'z nasihatlarini ashunda qalaqa yo pir ilmiy shoirlardan degan o'xshash narsalardan anglab vujudimiz aniqdan silkinib turib biz shuningdan energiya aylab xuddi din degan mushulab qisaslar biyalarni ko'tarib yurib ma oyatni manchilik o'qisang ma surni manchilik yoki falon yerda manda bir maxfiy duo borkin buni o'qigandan manda boyolab ketgan falon xinimni ko'ydirib oldi ekan degan o'xshash so'zlarning keyindan chepish ekan hammadan ashunda bo'lganligi uchun biz dinni daha resmi yaxshi tushunamabdik. Endi men keyin kunlarda endi men Allohning rahmatiga Muhammad Salih Damallam va boshqa qarindoshlarimizninki Zirib Qarajinning olimlarniki tarjimalar o'tirib chiqdi. Valanki uningdan muayyan miqdorda foyda olgan bo'lsakmi, bu tarjimalarning hammasidagidek shu
o'zi tava bo'lgan e'tiqod abadni degan deb o'tib ketdi. Maturidining gapini qildik, boshqa mazhablarning gapi bo'ldi, ya'ni shunga o'xshash boshqa imomlar, aqidalarning gapi bo'ldi. Ash aqida, mazhab, iqim, guruhlar, jamoatlarningki ta'siriga uchqagan shakldagi tarjimalar o'ttirib chiqqan ekanda, bizda Uyg'urchada faqat besh qanchalar tarjima bo'ldi, keyin boshqa qarindoshlar yana yarim tarjima qildi. Ama tarjima Qur'onning hech qanday bir narsaning ta'siriga uchqamay, so'zma so'z nima deyilgan bo'lsa, ashundan o'zi bevosita shaklda hech qanday aqim, mazhab, iqim yoki aqidaninki ta'siriga uchramagan yalang'och holatdagi tafsir yoki tarjimasining bizga nəhayət zo'r bo'lganligini paydin-pay bag'ansir chunqur tushunyapmiz. Chunki tarjima o'zi tava bo'lib ketgan aqidaning qilipidan chiqolmaganligi uchun asli maqsad g'oyasini burmiladi ekan. Buni bag'ansir o'rganyapmiz. Do'stlarim yana shunday bir tavsiyalarni deb qo'ydi. Qur'onningki shu yalang'och tarjimasi. Ashunga ahamiyat berilishi lozim ekan. Bir muhim masala deb degim keldi, ranjimaysizlar. Endi biz hozir qator o'lib ketganlarninki guvohligi bilan ashularning so'zini inkor qilsak, Qur'onni inkor qilsang bo'ladi degan o'xshash so'zlarni anglaymiz. Masalan, ashunga o'xshash kelgan emasmi? Ani olasan, ma'ni tashlash qanday gap bu? Ya bu mishada bir aql ishlatish lozimki, bizda hozir biz birdan bir ishonch qila oladigan 3 nuqta bor ekan. Men shuni qilib baxtim, tasavvur qilib baxtim. Balkim xato bo'lsa tuzday. Biri aql, insondagi aql. Aqlga ishonishimiz lazım. Bir o'zimizda bir saqlan bir aql bormi? Bizga foyda manfaatimiz, zihnimizga bizga ko'yinadigan bir aql bormi bizda? Borligiga ishonch qilgan bo'lsak, ikkinchisi bir manba bormi bizga bu aqlni yetaklaydigan? Yani Allah'a ulaştırdıgan. Allah ulaştırdıgan bir menba bormi deb izlab baksak, birden bir şeksiz o'zgarmas qiyomat qadar qo'g'dalganligi, har jihatlardan o'xish yo'qligi, qatorliq mazmunlar bilan, ichi teshidagi hikmatlar bilan bizning oldimizga birdan bir chiqadigan ilohiy kitob hozir Qur'on ekan endi. Agar Qur'onga ishonmasak, aqlimizga ishonmasak, o'sha yeshim qolmaydi ekan. O'sha qanday oldu ekan, o'tmishchilarning hayvatlaridan tegidan chiqolmaydi ekanmiz. Aqlimizga ishonsak va Qur'onga ishonsak, bizning Qur'on bizni olib boradigan yeri, ya'ni Allohning yo'li ekanda, Allohningki itoatiga olib boradi ekan. Ya'ni dunyo va oxiratda saodatga olib boradi. Shu masalada qarindoshlarningki o'zgarmas, ya'ni ishonch qilsin, nima ishonch qilsin bo'lganligini bu yerda aniq bir uquvlashi lozimki. Agar bundan chiqib ketgan vaqtdan o'zida tushsa, agar tuzlaymandan oshirib etib, ba'zan qarindoshlarningki dindan chiqib ketganlik ahvollar bo'ladi. O'shaqa afunini ba'navot degan shaklda. Men gapni biraz uzatib qoldim, aytib qo'yg'aysizlar. Asosan Qur'ondan nazar programmamizning ana maqsadini bag'ansa tushunishim shu bo'ldiki, Qur'onning asli manbaligi, sap va tek manba ekanligi, ishonchlik bir kitob ekanligi, ilohiy bir kitob ekanligi, uningdagi prinsiplarni yaxshi tushungan vaqtimizda va aqida, mazhab va boshqa iqimlarning ta'siriga uchqatmagan shakldagi milliy manfaatimizni asos qiladigan mazmunlarni ko'lab ashundan qidirib chiqib, o'zimizning yo'lini o'zimiz topa olgan vaqtimizda dunyo oxiratda nimaga saodatga erishadiganligimizni men mishonda yakunladim. Allah razı olsun. Ahırda bir ağız gapni qilib qo'yay. Biz şu Qur'oni Karimdagi prinsiplarga asoslanib turib o'zimizniki milliy mafkurasini, milliy ideologiyamizni shakllantira olmaganligimiz uchun hozirgi vaqtda bizniki diniy sohada o'qiganlarimiz nima ish qilyapti degan vaqtda siyosiy jihat so'zlash kelib qolsa, siyosat degan narsadan aslo xabar yo'q. Siyosatda johil. Shunday bo'lg'achqa bular qanday qildi desa, davomli diniy sohada bir qarindosh deb atilib qolgan odamlarni tarafida turdiki, hech bir zaman haqning tarafida yoki o'zining manfaatini ishlatib turmaydi. Sen haqning ishi bilan ishing bo'lmasin, faqat qo'lingga keladigan narsa uniki
ishidagi xatoya bo'lsa, xato qildi mayaning o'zini deb tanqidlashga bo'ladi. Va lekin sen uni o'zini haqoratlab, tarafbozlik qilib, bunday qilish bo'lmaydi. Bu qatimqi shu Hamas bilan shu Isroil urushiga kelgan vaqtning o'zida birinchi qadamda hujum qilgan Hamas. Jinoyat asli Hamasda. Ayaning o'zida. Bizning odamlar hech bir zaman uni o'zi e'tibor olmasdan berib, lekin Isroilning o'zini Isroil bizning hech qanday bir urug' tuqqunimiz emas. Hammasi bizning urug' tuqqunimiz emas. Va lekin bu yerlik narsa haq masalasi bir, ikkinchisi nima degan vaqtda biz o'zimizning ishini qilib bo'lolmayotgan bir millatning o'zi nima deb haqning ishiga kirishib olamiz. Misol. Bundaq narsalarning o'zini biz kichkina diqqat qilishimiz lozim. Bu diniy soatdagi odamlar bu ishlarga kichkina o'zi kalla ishiltish lozim. Shuning uchun her narsani arabcha emas, baytmirsiyanni davomli debatimiz buning o'zini bizning milliy ruhimiz nurg'un odamlarga susishib ketgan, nurg'un odamlarga o'lgan milliy ruh. Buning uchun u milliy ruhni asliga keltirish uchun bizda milliy ideologiya va milliy mafkura o'zi borliq kelish lozim. O'zimizda Uyg'urlik ideologiyasi yetilish lozim va har narsani Uyg'urning manfaati uchun o'ylay oladigan bir tafakkur yetilish lozim bu yerda. Sen xalqarалық musulmon bo'lib bu yerda butun dunyoda o'zi butun dunyodagi ish qilsa hukm chiqardigandek bu yerda undaq o'ylashning hech qanday hojati yo'q. Onun uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda qo'ngimda ishlar yo'q, etim majam bo'ladigan bir gap bo'lgan. O'zining bir davlatning tayini yo'q, undan keyin boshqa odamning davlatlariga qarshi haqorat qiladigan, u millatga haqorat qiladigan san nima? Sen o'zingning ishini qilsana deymanda. Biz o'zimizniki haddini bilishimiz lozim, o'zimizning ishini qilishni bilishimiz lozim. Biz davomli hozir shu debatimiz davomli shu nima programmaning o'zida maqsad nima degan vaqtda milliy manfaatni o'ylaydigan bo'lish lozim Uyg'urlar. Uning uchun tashviq qilyapmiz. Milliy ruhni tirildirish uchun tashviq qilyapmiz bu ishning o'zida. Islom dinining o'zimcha degan vaqtda islom dinimi Faytın deganga o'xshash mesela sotsializm degan bir o'zi ideologiyaning o'zini Jungo qabul qilgan vaqtda Jungo sotsializm, Vyetnam qabul qilgan vaqtda Vyetnam sotsializm qilgan o'xshash. Biz bu islomni qabul qilgan vaqtda islomning ichidagi prinsiplardan foydalanib o'zimizniki territoriyasidagi masalalarni, o'zimizning jamiyatdagi masalalarni, o'zimizning siyosiy masalalarni, o'zimizning iqtisodiy masalalarning o'zini hal qila oladigan, o'zimizning madaniyatdagi masalalarni hal qila oladigan shaklda bir narsa tuzib chiqishimiz lozim biz. Bu vaqtda biz Qur'onni o'zimizniki ishini hal qiladigan bo'lamiz. Qur'on orqali yoki o'zimizning ishini Qur'on orqali hal qilgan bo'lamiz biz. Biz asla o'zi u arabniki yozib qo'ygan narsa orqali, arab o'ziniki shariat deb yozib qo'ygan narsa orqali biz bu o'zi vatan millatniki, u o'zimizning madaniyatimizniki masalasini hal qilamiz desak, asla hal bo'lmaydi u narsa. Uning uchun o'zi dapchasi bo'ldi, dutta tamburchasi bo'lmaydi deyotgan ahmoqlar shu yo'lga kirib qolgan odamlar. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda masalaning negizini tushunishimiz lozim, masaladagi prinsipni tushunishimiz lozim. Prinsipni tushunmay turib u yerda o'zi berib arab iymon etib, arabning madaniyatini din deb kirib olishning o'zi bizga tamoman o'zi halokatdan boshqa narsa ekanmaydi. O'tganda biz dedik-ku, bizga ikki narsa hozir eng og'ir o'zi bizga hujum qilayotgan bizning mavjudligimizga tahdid solayotgan ikki narsa bor. Birisi Xitoy. Uch oshkor tahdid solayotgan nima? Hozir o'ltirib hokazo qilyapti, u dushman aniq. Ikkinchi birisi desa, bizga chiroyli yo'l bilan jannatga kirsa, jahannamdan qutulsa, Allah rozi bo'ldi degan o'zi qalpoqning ostida millatni arab ideologiyasi bilan tarbiyalash, Uyg'ur ideologiyasi bilan Uyg'urlikning o'zini yo'qotish uchun harakat qilayotgan bundaq mollalar bor. Shu Qur'on kursi echiyotgan, o'tgan mana shu Qur'on kursida o'qigan narsaga bizning siteda birisini o'zini o'ltirib qo'yganlik. Ashta qadam tarbiyalab chiqdi bu odamning o'zi. Shuning uchun bu yerga narsa nima desa, millatning yuzini juya oladigan bu avlodlarimiz. Millat yuz kela oladigan, ishni qila oladigan, millatni so'ya oladigan mundaq bir avlod yetishtirishimiz kerakki, asla u yerdagi o'zi u arab uchun xizmat qiladigan, arabning madaniyatini qo'g'dash uchun xizmat qiladigan bundaq odamlar bizga kerak. Arab zoti o'ziga yetadi. Bizga ehtiyojim yo'q ularniki. Bizga ehtiyoj yo'q. Bizniki o'zi
özümüzün ihtiyacı var. Bu sahada biz dini sahadaki adamlar bu sahada nayet çukur oylanışı lazım. Her nesinin özüne biz özümüzni qutquzish uchun harakat qilganqa ishiltishimiz lazım. Özümüzni qutqazgan vaqtdami dunyodagi insonlarniki bir qismining o'zini zulmda qutqazgan bo'lamiz. Bu Alloh taoloning oldida bir katta bir ish. Qaynasak yomon qaynab ketamiz. Müslüman ulemalar birliki, dünyavi birliki Xitayga bağlığı mesela. Yani aşı ula dinning siyasi jihatdan menfaatini asas qilganligini tushunganlik uchun Xitoy bilan hamkorlashdi. Albatta. Yani menfaati aşağıda bo'lganligi uchun Xitoyga beribdi. Bizim nima uchun menfaatimiz uchun boshqa bir odam bilan hamkorlashamaymiz biz. Anın qarşı Yahudi deyotgan, manın qarşı Nasara deyotgan, anın qarşı mushrik deyotgan bu odamning gap tugamaydi zodi. Onun uchun biz bu yerdagi narsani nima deymiz? Uni dini nima bo'lsin, u o'zi esa. Zaten lekum dinikum. Lekum dinikum veliyedin dunyodagi ishning o'zi. Uni dini nima bo'lsa o'zining ishi, ammo biz o'zimizning milliy mavjudligimizni saqlab qolish uchun, milliy manfaatimizni qo'g'dash uchun har qanday bir odamga dinni o'tirib paslik qilib olmasdan undan to'g'ri foydalanish bizniki o'zimizniki saviyasidagi bir ish. Allah razı olsun. Düşkümüz edi. Şu endi sizlarga o'xshash shundoq Qur'onga keldi, o'zimizniki milliy nimamizni keldi deb mina so'zlayotgan qarindoshlarni adabiyatda ko'rsam yuziga tukirib qo'ygan, undan keyin xotin taloq deb shundoq deydigan odamlarni chiqirgandichu. Bu Qur'on Karimga uyg'un emas degan gaplar uchun xotni taloq deb qo'yish bilan u bizni xotnimiz taloq bo'lib ketib, bularga ishlamas uchun shunga xotin taloq bo'lsa Qur'oni Karimda qanday taloq qiladi, uning hammasini deb qo'yadi Alloh subhanahu taolo uchun. Shunga o'zimiz shariat davlat quramiz. 1933 yil islom shariat davlat qurgan biz shu davlatni quramiz deb yurganimamiz uchun Qur'onda nima deyilgan? Shularni bilish kerakda. Albatta. Qur'onda shariatni qanday qurdi ekanmiz Qur'on bo'yicha. Bularni bilishi kerak. Şunlaşmanlarla kalgan tükürep koyduğun, xotni taloq deydigan, Yani mesela terpe Abdülaziz Birader. O hükümlerine şu din namıdan berişi de menin şahsi göz karşıyım bizden cemaatle, bizden toplumla değilse yana özgü yarışı da hem de. Tamam. Sinan'ın affedin. Ama Allah ve Allah Resulü'nün namıdan, din namıdan hüküm kılgan vaxtımızda bu hem onun uçuşmayken o, hem dünyanın kanunu uçuşmayken koş ziyan tadıdken bu biçarlar. Allah akıl versin. Qur'on qilib qolgan gap bu yerda o'zlarining havaslari o'tirib chiqib qolgan gap. Albatta imomlari bularning uchun diyamagandikan u gapni iniqchi boshqalarni chiqarib qo'ydigan gap. Boshqalar Qur'on o'qimagan ekan, ayda og'iz kelgan davr degan gapchi. İmam ise vaqt kelsa uni tutib oladigan gapda. Shu biladi kitob yo'q. Biz böyle giderleşkiçilik berip şu hazır şeriatni qo'g'dayolmayotgan odamlarga o'landim qilib shu shariatni qo'g'dayolsin-ku ana. Qani qo'g'dayoligini. Abdurahmon Jamolning o'zi maqatib nemisda nurg'un gapini qilibdi. Mening o'l jadallashkichilik, meni ismimni chiqarib shunda so'zlab ketdimdi. Shu insonlarga bir gap qilib qani. Sen shunchalik katta olim ekansan. Shu so'zlayotganning hammasi shu odamniki gapiga bir javob berib qani. Shunchalik o'zi ba'zi vaqt nima qilamanda Qur'onning ichidagi bir tal prinsipni o'zini tushunmaydi bu odamlar. Prinsip degan narsani aslo tushunmaydi. Ammo bu yerda berib tahi gapqilsak, odamni ismini chiqarishni zodi xolamaydim, ammo bu odamning ismini ba'zi vaqt chiqarib qolamiz-ku. Ammo biz bilan etishmaslik lozim. Biz Qur'onni so'zlayotgandan keyin biz bilan etishmaslik lozim. O'zining qo'ldan kelsa so'zlisiz Qur'onning o'zini. Biz haqiqatan o'tirib chiqarish bizning vazifamiz bu yerda. O bir odamniki oldiga gaplashib vazifamiz yo'q. To'g'ri.
to'g'rini o'ttirib chiqarish lozim. U bizni g'ajash bilan uni devatgan gap xato. Bizniki bu devatgan gapimizning ichida 1 soat, 2 soat gap qotganning ichida butun gapimiz xato emas, nachay, ahmoq. Uning Bunun ichida onu diyemiyorum. manchilik gap xato deb demaydi. Butun gapimiz xatomish. Diyemegen Qur'onning özünün oyatini şer'i o'qib tur devasim xatomi u? Bu özünün qadar şer'i qarang yani mana aytgan vaqtda. özünün üyengen, aşı şeriatta üyengen su ise, özünün ki kanunu, özünün aşı dini uysa bulanın ki, ehl-i sünnet vel cema dini uysa, asli bula murted, bula fındık, bula zindak depçi, hemen de dep oldu. Fakat lan, öldür imza koyup, murtedini öldürümüz bizim dinimizde, ehl-i sünnet dinimizde, bunu öldürmez diye bir tane tamını besle, hükümünü çıkaramagan biçim. Aşırı kılan başkına aldık iştirip kıyarlar, yüzü götüküyorken, Allah manda deydi kalan için. Aşırı çıkarsa onun dinkine kürüdütçü, özünün kelimesini için. Doğru. Çıkaramagan şunun için. Çıkarsa Ama şunun yüzünün dini de var bu için. Özü dinde, Endi, yani sünnet, bu din Allah'ın dini ekan. Ata-onamizdan birinchi bugunchidan qolib qolgan eski tumoq yoki meros emas ekan buchu. Shu dinning egisi Alloh ekan. Alloh o'zi nozil qilibdi, o'zi qo'g'dayman debdi. Uningga sakrab ketib, bek igdorchilik o'g'isi kelib ketib, xatolashganligini o'zi tushunmay, dunyodami oxiratimiz yartasani qatorida bo'layotganligini biz his qilyapmiz. Chunki uni yashayotganlik uchun, uni yashab bo'lganligimiz uchun. İnşallah lekin bu birodarlarningmi, bu vatandoshlarimizningmi bir vatandosh bo'lish üstimiz bilan bir tilda so'zlaydigan, bir g'amning ichida qolgan, bir kiyimida birga safar qilayotgan bo'lishimiz, zamondosh bo'lishimiz bilan ularningmi inshaalloh aqlini beshiga ilib, to'g'rini tepishini umid qilamiz inshaalloh. Va hozir qadar deb kelyapmiz. Biz shu Qur'onning asli bizda o'tirib butun chiqayotgan jidalning manbasi shuki, manba nima? Manba Qur'on olsa, acha kitobni ko'rsat bizga xatoni. Shuningdan deyilsa, bir yerim yildan oshdi. Unda gapni ulni qo'ldan kelmaydi unday narsa. Masalan, aşağıda Diamond degan balniki shu o'tirib qo'ygan gapining hech birisiga javob bera olmaydi bular. Bu qadar zaif yana insonlar bular. Chunki bular Qur'oni Karimning ichidagi prinsipni hech qaysini bilmagandan keyin shu hikoyaning hammasini din deb qaraydi. Onun uchun bu yerdagi o'zi butlay patqoq kirib qolganligini o'zim his qilmoqlik. Hozir shu to'g'riliq birasi bir ma'lumot berdimi? Turkiyadagi nurg'un o'zi mana shu Abdulaziz Bayindir deymiz, shu Mustafa Öztürk deymiz, hammasi Diamondning deyotgan gapining to'g'riligini deyotdi. Shu o'zi Qur'on qilingan bir islom dini qilingan bir haqorat ekanligi shu rivoyatning o'tirib chiqishi. Shu to'g'ri so'zlayotdi. Olchi desa, shuni hozirgacha rost Aşı Peygamber Aleyhisselam 6 yaşlık bir kız balının özünün ağallığını hem rast dep itiqat qilganligi uchun o anıqını qilgan gap. O Qur'oni Karim bir narsaga itiqat qilishni birinchi o'rinda qo'ymaydi. O'qishni, bilishni birinchi o'rinda qo'ydi, bilib turib uningdagini itiqat qilishni buyuradi. Bu yerda shu birinchi oyat shu, birinchi tushgan oyat. Aqllarni bu odamlar bir narsaga oldin ola itiqat qilib turib, uningdagi o'qigan bo'lg'achqa ichida xatoni topolmaydigan gap. Aqllarga yana shuni bir tavsiya qildi. Qur'onning qarshisida o'lik nomi mashhur ulug'larning guvohligini, atalmish guvohligini, uni isbotlagani bo'lmaydi, lekin isbotlaymiz deb turib oladi bular. Ya'ni Qur'onning qarshisiga boshqa bir shuning ziddiyatiga bir guvohlikni o'tirg'a elib chiqib, yiqmayotdi-da. Kur'an o'z guvohlatidi, mesela oyatlardagi bayonlar bilan, mazmunlar bilan. Albatta. Shuning o'zi kifoya qilsa bo'ladi asli. Lekin shuni o'liklarning burungi o'tib ketganlarninki izohatlari va bayonlari bilan, hayvatlari bilan burmilab qilishdan chiqolmadi, shu quduqdan chiqolmadi bular. Allah hidoyat. Ular Qur'onga ishonmaydi. Uning uchun Qur'onga ishonsa, oyat ishonsa, to'xtabdi. O peygamber degende Kur'an'ı herpen öz uygulgan adam o. İcra kılan bir adam. O vakti kandak Allah Teala boyga yetken kızını dese, o peygamber kup 6 yaşlı kızını elip aladı. O mümkün emas, bu hata manın özü yalgan ma ravayet. Dep ayet Kur'an'ın ayetlik asasını turup andak nesini özünü yalgan diyemaydı bu adamlar.
Çünkü ne işiniz? Kur'an işlemeydi, anın işinde olar. Hikayetçil deyimiz bunun özüne. Meddalı öz vaxtıdaki Hı. Xoş, müşahede bolduqlamdıq. Meyli. Aynen. Biz kaynap gidip yine ağzımızdan başka gepleşip gidip kalmışız. Bizden chiroyli gap chiqadi. Men jiq o'ylab baxdim, o'sha inkaslarimiz qarab baxdik. Bizda Hmm. mushriklar nejisdir desa oyat borda hamda. Bütün inkaslar qarab baxsaq, eng chichang'ishib eski kitobga shu setlab ketayotgan qarindoshlarimiz o'zini ahli sunna val jamoa shu bütün to'g'ri aqidachilarning ishidan deb sanaydi. Ammo og'izdan chiqayotgan bütün nijosat shuldan chiqyotidi. Biz inshaalloh boshdan oxiri biz yuziga tukuymaymiz, umaymiz, tillamaymiz, jidal majra qilishmaymiz, yaxshi chiqishmaymiz, chiroyli deyishimiz. Eng chiroyli so'zlar bilan suhbatlashimiz, paranglashimiz. Shunga biz gap uzarsaqmi, bizdan inshaalloh ses chiqmaydi deb o'ylayman. Şu an ensiradigan yerimiz mi yo'q, lekin vaqtini qarindoshlarimizning, vatandoshlarimizni vaqtini olmaslik uchun darsimizning davomlashgan bo'lmoq uchun demagan gapni ham deydigan fursatimiz bo'ladi. Mashada to'xtasak yaxshi bo'ldi. Ashta qilamiz. Bo'ldi, ma'qul. Aman bo'linglar. Allah'a emanet. Hikmet ustazlar, qarindoshlar. Qadrli ko'rurmanlar, 59